dostlarla Biz Teatr Klubu'nun Şatlık Bazarı programısı. Ben aktör dostlarla Adil Ablis. Yaxshimizlar ko'rman do'stlar, men Biz Teatr. Yaxshimizlar ko'rman do'stlar, Biz Teatr. Obamala. Paylarını bunda yer yoktu ya. Ezib ketdim-a. Bo'lmacha beshi tozra qiziqchilik qilish, ha. Yaxshimizlar do'stlar, Biz Teatr Klubidan Shahirbay Yasin. Voy, men keldim. Qaynoq, meningga. Yaxshimizlar do'stlar, men Biz Teatr Klubidan Ahmadjon Mehmet. Siz keldi. Yaxshimizlar do'stlar, men Biz Teatr Klubidan Tanur Aji. Siz kim o? Men kim o men? Kim o ben? Men Biz Teatr Klubidan Erpapolat. Undaqda yana bu san programımızı nəhayət yaxşı başlayıb aldıq. Bayatın qımda mınaq bir bu biz burundan dep kelegilek bizden Rahmedan tarqıtışımız nəhayət erkin. Hergiz bu ilqi bir qılıplar, kerilişler yok şunda erkin şuna dostlarımızın nəhayət ilqi erkin tutuluş yok. Eziyor. Ma'lum işleməkçi də bir yerdə. Eziyor. Endi davasa Erpancan özünüz bir iş kelim gaqib biramsiz ya. Bo'ldi, ashu Adiljon degan to'g'ri. Qo'shilamiz. Qo'shilmash gaplarga. O'rinliq gap bo'ldi. Muşa Biz Teatr Klubi, muşa Şatlık Bazar programmasını yol qo'ygandan boshlab hozirgacha sen ozmay parangib baqqan bir madan yo'q. Asosiyatda muşa so'zga baldur chiqib elish, so'zdan baldur tushib elish, qalaymagan so'zga chiqib elish degandek ishlar bilan kep chiqib programmamiz herhalde yomon emas ketib bordi. Ammo nima ish qiladi deganda, bevos taqitishni, mesela erkin azod holat ipmangmisaq, ketib o'tirib olsam deyolmaydi ekanman biz erkin azodroq holat epmamsak boshqalar oldin tayyorlik qilib olgan bir programma o'xshaydi deb his qilib qoldik. Oldin tayyorlab ko'rinish olib bo'lgandan keyin taqdirgan programma o'xshaydi deb his qildik ekan. Shuni biz o'sha chiqib o'ltirdigan ishlarni mana bugan men ikki qizlarni o'tirdi o'tamiz qo'yganda kechda uyga nima demadi o'tiratmanda hozir menda. Uni to'g'ri tushundim, amal yo'q. Biz tekkan bo'lgandan keyin. To'g'ri. Unda olsa bu şıhtımlık faaliyetimizden şu qo'sh 11 joyga ba'zida odamlar tuyuq sayron qilish, sizlashib ketish degandek siz bir oy keyinni qilib qilasiz. Endi bu qıtımlık qo'sh 12'lik faoliyetimizni şu Guangzhou Karla Soçeklik şirketi yani Karla markası, tibbiy alim markasidagi yana nurg'un mahsulotlar bor. Uni aldırmay deymiz endi. Şu şirket bizni alayet qo'llagan yandirqdim Biz Teatr Klubi nomidan bu şirketga rahmatimizni bildiramiz. Rahmat. Rahmat. Hamda resmi erkin holat o'tyapti. Mani tashlab, ne ilib. Ejab qaysingiz bor? Endi biz bu jibon boshlaganda odatda o'yan yengil yula qilib boshlab kelayotgan emasmi? Yani shu alayda takliflik me'morlarni bevos taqishdan bir yil ochib qo'ysak, chataq chiqadigan yeri, mana ko'rmanlar yig'ilib bo'lmagan vaqtlar ochib qo'ysak, bizni nima kerak kengashib ketishinde. O'zingiz oqlatsizdan, men sizni hozir biror program kengashilmagan vaqtlarda Asli yo'q. Almashtirib qo'ygan gaplar bor, ana appa endi ma sal endi rasketni aytganda Guangzhoularga ko'rman do'stlarimizga yanbaqdan bir eskartib qo'yay. Bugun hammamiz jiddiylashdik. Chunki bu qitimliq qo'sh 12'lik pivas taqishimizda alohida taklif qilgan me'morlarimizdan Jungyangji demdik hamda shunga mushas qattiq degan nima uchun? Shunga qaranglar, bir miypir qizlar bor. Titrab orang gap qilyapti ham. O'zini puti o'zida desam, men hamda bak xato tushunib qolmanglar, lekin bu qitimliq alay tek amana ko'rdingmi? Tilim kenim ketib bordi. Alay tek ada o'zi oldi. Alay tek me'morlar haqiqatan hamda shu shaxsan men va Biz Teatr Klubi aktyorlari ve aqsabdagi bütün xizmatdoshlarimiz naytbek yaxshi ko'rib hurmatlaydigan hamda masalan bizning davlatli so'zimiz bilan aytganda Nuishin, Nanshin qatorliqlarni akallar. Rahmat. Siz emas, o'tiradi. Siz bog'un tibiyada. Shunga hamda ancha-muncha jiddiy ishlar bo'lib qolgan bo'lsa, ko'nglimga olmay, asonimga amal yo'q, qilib bo'ldik emasmi? Bo'ldi. Endi texim erkin bo'lib, bila me'morlarimizdan chiqqan shu me'morni misha qilib qo'yib chiqib chiqdigandeklar turmiz kayfiyatda. Şuna texim sel erkinroq bo'lishimiz uchun hamda do'st dushman jiroqdan chiqmaydi deb mashqsiz azroq qaslaydigan ish bor. Mana mashqni kilolab setib qo'yamiz. Biz odatda shu program boshida işte şu 10 sekund burun işte o'ylashib qo'yamiz. Ay, yaxshi. Bor, rasket chunki ko'rgan do'stlarimiz mashqchi hozir o'zining nima ish qilganini bilmaydi agar bilib qolsa deb qilgan.
Debekanlar. Bir şey oturmaz deydi. Biz oya oynayımız dedik ko. Kaçan? Ya Kaçan? aldığın kıtım dedik. Köpmaylıqı teknik mimarlarımızla oynayımız dedik. Sizler bilen oynayımız demedik. Demedik de. Lekin abay dedik. Chiqib naqsh etmayman. Ha shu. Aş naqşınız peyizdi. Ya. Oynaqlaylı. Aldığınsan şehir var mı? Zülpiye görəşinin naqşını yaman yerden böyle buzu koyğanca. Atan ayma, anan günme, apan deyip ki elinden öydüklerini koşar. Gelişip gitti değil mi? İşte tatil etken bundan şu eğitmeyi de turap vardı hazır. Apan da heder, sığılan. Siz amdaylıqı naqşlarını köp eğitip Xalqın tanışığı eşitmez. Ha. hem de çaqçaqma qilib qo'ydim. Hem o'yinni Tanurdan boshlaylik. Qanday ati? Tanrı balkim görürmenler bildi ya bilmeydi. Tanrı'nınki şu nurgulgan icadi küylері var. Oui. Mesela şu xalq naqşlarının töpüsü var. Mesela özüm şu tekst yazıdı. Yaxshi. Anandan keyin şu nahmeydan okuydu. Anandan keyin başkalar aytgan naqşlarni shunda qilib doğrash Sen yok. Pek yukarı. Bunu şu abay adıl dep geldi. Mağın alimce deb. Şunun hem de Tanrı neymiş şu adıl deydi o. Bir naqş etip bəsədi. Ne açtı degen abay. Bazı icadi küylerinizde mi? Takayla MTV'si işlemigen. İlan qılmagan. Elan qılmagan, muzikasini tek sanmagan. Hem anaqlaylı. Ben görürmen dostlarımızda xata düşünüş bop qalmışsın. Tanrı biz teatr klubunun yaş aktörü, riyasetçisi. Naqşçı emas, ama programımız köngül iş karakterini asas qilgan program. Bu şuna bəzi atıp Oyun qoymuş. tipini alıb. Bəziler işte salayat atıp qoyduğun işlerimiz var. Atıp qoymuş. Şuna xata düşünüp qalmanlar. Naqşçı icadiyetçi mi emas, tekismi yazmaydı. Özü aktör, riyasetçi. Naqşınız deydi. Başla. Öz yanıl deyip, öz yanıl keçirim sonra kızı yılancı varken var. Mabıldığı aşkı, onda aşkı ileydi. Erken azade aşk koyutu. Mənim etqan aldığın saatlar. Mən qoxma Oldu ediyorum. saat Hepsini gibi tutuyorum. Ben naqsh o'qiyolmasam ya. Hamda onu biz oxuda naqsh o'qiydi deb e'lon qilib bo'ldi. Hamda Abdulla akamla o'ynagan bir itot var. Chavakni qaytaramiz, yeysa deydi qancha. Dörtümüz chavak cheydi, onu qaytarmay qo'yar deydi. Ama yeringiz past bormas, men de ayning oldima qo'lam tek ketmasin. İşe kilama? Abi hem otağızmaysiz. Şek- Bilməyəm. Bak ne ısırık şap qara. Emel. O ayakrak uyu çok çıkamdı. Xəpəs küçəyəmizə. İli. Qaysi naqsh oxusunuz bu deyil. Eliq naqshingizni o'qiring eliq. Qaysini? O'zingiz yaxshi ko'raman naqsh o'qitdi. Bekçi Qaysi shu? Eliqchi, men ismini unutib qoldim shu. Vaqt jin tutaylik. Voy. Boz bir vaqtlanmagan bo'lsa, men ko'ramanlar. Ha, qoxma etan saqamı. Etidir ha? Ha. Balla naqsh o'qibiraya. Bizning kelimiz liq yulduz bilan to'lgan keyin. Bo'lsa yulduzning birini tutib aytgan bo'lsangiz, opam meni 5 mo'cha degan. Qashqarning yulduzlar oldida. Vay. Ürümçi çaqni aytibdi-da yulduzlar. Yo'q, Qashqa. Ha, ma'qul. Qashqa osmonlari. Zodi Qashqar keldik, Qashqar keldik hozir. Kelaylik. Odamni oldida. Chimirlar. Ya buldu mu naqshni fix cho'q. Voy shu bu yulduzni oldida o'qigan keyin shu naqshbek mos keldi Yulduzning ekan. keyindasiz. Sizning keyiningizda yulduzlar bor, keyin yulduz. Oyoq qarab aytira, naqshni bayqi naqsh aytira va bir mo'chadan ahmoq qilgandek bu. Bilmayman. Kim o qiz xotun degan. Naqsha. Naqsha. Ashni o'qiyveraychi. Ya boshqa naqsha. 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 Bugun naqshlarimizni jiq taklif qilib o'zingiz bilasiz. Yodi bilan keldi. Özünüz bildik halde saqam bir ko'p etan. O'sha yerda kompozitorlar bor. Navbat bir naqshingizni quloqqa yiqib kelib qolsa, ertaga o'zingizni chiqarmay deyingizni ishlatib qolishimiz mumkin. Qarasam ko'rinam bala sen sakudiki mona sen sakudiki mona Rahmat. Ya rahmat, Çabak. Yaxshi aytibken so'ni Yaxshi aytgan so'z. Davomli ishxonaga deriza aytib o'tiraman, yaxshi aytdi. Vazirlikka Shakribanninki oldin qaytib sallarda shu Shakriban desigandek bo'lmoqchi bu qildi. Bu ijodiyat yaxshi chiqdi. Masalan biz aytolmaydi deb turib aytqizimiz ham yetdi. Maqsad shu adilҗana, lekin Tanrı shunda chiroyli aytib o'tdi. Endi shu naqshini o'z peti buzishga shu Shakribanni taklif qilgan. Çabak. Baş qış qılayma. Yapma. Qıtım buzdu. Bunda olsa mush naqshni usta oynay olamsiz? Men.
Hey başka iş kılayım ben tüzük. Bo'ladi. Örgütüm buzağım. Endi bu bizning Nahmaydan tarixchimizning o'yinlarimiz har xil. Xotirjam bo'ling. Sizni Adiljon beka qoidangizni qiynab ko'chirib ketganmidi? Xotirjam bo'ling. Unda bo'lsa bir shart bor. Men sizga nimani desam, ha yoki boshlang'ich tish yoki ha degan ma'ni chiqmaydigan so'zlarni demay tura olamsiz. Qanchalik vaqt chiday olasiz? Mushundan Shunda, to'g'ri. Shunday deb faqat ishlatmang. Qanchalik vaqt chidab tura olasiz? Jubona vaqt to'shab ketmiz. 5 minut olsa. 5 minutda xili gap. 5 minutda. 3 minut olsa. 5 minut bakjon gap bu. Ha bo'pti 3 minut olsa. Agar futurib qo'ysam nima ish oldi? Abay qilishni uzbit fursat. Ya voy o naqshni ochib Turib qo'yganda deb beramiz uni. Futurib qo'yganda endi itot o'ynab birsiz. Ha, shunday bo'ldi. Unda olganda boshlab ketdik ha. Shahribon siz shu hozir mush ishingizgacha yashab kelibsiz, abadadingizni yaxshi ko'ramsiz. Ko'rmayman. Vapasizlar. Shu siz qancha bola? 5. Mush 5 bolaning orasida eng kichikmi, eng cho'ngmi? Kichigi. Eng kichigi siz. Sizdan cho'ng nechisi bor? Mana shu kichik savolmi? Ayirib so'ragan ulumay. Yo'q, javob beraver. U yerni qaysinglar kimga deyapsizlar? Endi bir qaytaga. Mushtishiga oyoq qarab o'tirib. Qancha bola? 5. Siz qancha bolasiz? 5 deysiz. Ha 5-inchisi shu. Ha siz 5-inchisi. Ha. Sizdan cho'ng nechisi bor? 4. Ash 4ning ham sizdan cho'ngmi? Ha. Ha, bosib. Bir minut qilib chidamadi. Unda bo'lsa, buning jazosini ile itot qisqa bir o'zi yaxuz juma? Yaxuz, ha? Yaxuz. Tugida bo'ldi bu. Tugida. Endi Pakiz tugagan. Pakiz tugida. Endi ko'rman do'stlarimiz, qil adam kirdaqchan, ha, bayatning yarqi. Pakizlik chiganda. Endi shu ko'ngil ichish bosqichimizni qisqagina qilib turaylik. Shunda. Ya'ni yili bor emasmi? Endi biz takliflik me'morlarimizni sanimizga taklif qilib ochib qolamdi. Ha, aşağı qiladi. Bunda olsa bunda qilaylik. Men bunda o'ylashdim-ku. Bu shu alayda taklif me'morlarimiz deylik. Jongyangji, hamimiz hurmatlaydigan shu san'atkorlarimizni sahnaga taklif qilishdan burun, undaqda shu sahnani Adiljon va Ahmadkam riyosatchiligiga berib, biz uchimiz vaqtincha past kuchib tursak, qanday deysiz? Bo'ldi. Jazoni o'rindaydi-ku? O'rda itot tayyorlik qilamiz. Itot tushib, hozir Shagribonga men yordam qilmoqchi edi, past tushib. Bo'ldi. Qana, bo'lamda, xo'sh, hammalarga ketgan gap. Rahmat. Savak. Voy. Namiz qizlarni seni bozak qilib chaqirtganmiz. Rasmiy. Unda siz qanday o'ylashdingiz? Unda bo'lsa men munda o'ylashdim. Endi mushu men hozir saniga taklif qilib chiqmoqchi bo'lgan me'minimizning birinchisi. Hammamiz ovozini tuniymiz. Masalan men bir ko'rmanlar bilan bir xudun yeb qolsam, Nahmaydandagilar bilan. Bo'z men bir aytib baqqan bo'lsam. Men bir aytib baksam, agar ismini to'g'ri topa olsanglar, mushu bu qitim bizni Misha qarayın da. Bu qitim bizni alayda qo'llagan shu Guangzhou Karla Sochak shirkati, Karla markasidagi va tibbiy olim markasidagi mahsulotlar bilan alayda qo'llagan bu shirkatlarning xohlagan mahsulotini shu to'g'ri topgan ko'rman do'stlarimizga bersak qanday deysiz? Ha, chataq chiqmaydi. Hayron bo'lmang ko'rganlaringga, ko'rmaganni ko'rsan. Tep aldım. Abduveli Sattar. Qo'llab tursin desangmi be, ha desam. Yo'q, deyman qo'm, sizning ovozingiz faqat men anglagan yiqim ekanmi-da. Mening ovozim shunchalik aranchiroq deb qo'ydim. Qani, ko'rman do'stlarimiz topa oldinglarmi? Topa hech kim. Men pingni to'xtab qo'yatamdi, yenglanmayapti. He. Saqlayli, ko'ranmidim-ku degan, ko'ranmidim-ku ka o naqshning ismi. Saqlayli degan shumi ya? Ha, men cho'qim unda emas. Asta menib qoldi-da, amdi kelyapti-da. Amdi kelyapti. Sen uzun saqlab ketgandek turmaz, azon. Ma to'rninki, ma to'r iqimining yetishmasligimi yo ma odam, bizniki ma bevos taqishda odamning jiq bo'lganligidimi? Ma boshqalarning bizga yozgan so'z sal keyinni direkt kelyapti. Aldirmay kelyapti. Biz bek saqlab ketmayli, ham ma boshqa ko'rmalarni bek saqlab etmayli. Bugungi Guangzhou Karla shu Guangzhou Karla Sochak shirkati alayda qo'llagan biz teatr klubi hozir programmamizga biz alayda taklif qilgan birinchi mehmonimiz bo'lsa, endi biz shaxsan
Adilcan bilan ikkimiz jiq deyishadigan shaxsan bizga nisbatan Newshan deb ataymiz hamda biz eng yaxshi ko'radigan naqshlarni eng yoqtirib anglaydigan hozirgi shu bizning qizlarimizning ulgulik yosh talantli naqshchisi Zulfiya Ko'rash ham shundaqla yo'ldoshi Olim Abdulla efendim. Qizg'in chavaklarimiz bilan tovanliklarimiz Shavak, shavak. Olimga bo'lsa, yo'qolib ketgan bo'lsa, bizda o'tag'an bo'lsa. Çok deb. Açık bir et qilmaz. Hozir sen mayak olamsan, ikkimiz mayak o'tiraylik, ha. Siz mayaklam o'tiring. Amka mayinozlam o'tirsin. Qila? Ay qanday Qani yo'lda shu qilib Aparatni oldiga yugurmanglar. Bunda qilaylik, olimga kirgicha biz bir paranglashqash turaylik. Biz hozir sahnaga ochiq vaqtimiz boya deb o'tkunimizdek bizningki naqshlarni eng yoqtirib anglaydigan hozirgi qizlarimizning ulgulik talantli yosh naqshchisi Zulfiya Ko'rash dedik. Mana o'tiribsiz chiroylab. Rahmat. Sizga rahmat. Bizning shu programmamiz orqali siz bilan yuz ko'rishganligimizdan xursandmiz. Biz sizni asli bu programning beshidagi sonlarda akilishni o'ylashgan, ammo bizningki ishxonning taraf bulanmaslar ham shundaqla boshqa texnik masalalarni bir vaqtida hal qilib bulanmaslik ishlar bilan bugun shu qo'sh 12lik faoliyatni bizning yana bir son alayda faoliyatimiz sifatida sizni taklif qilishga biz dedik, sizmi ma'qul deb keldingiz, rahmat. Ankan bo'lgan bo'lsa, mishada bir savollarim bor edi, naqsh yetishdim burun. Mana keldi. Bir posolka kelganda qavatdi mishada. Ankamni e'lon qilib qo'ysa, qichqitdi. E'lon qilib qo'ysa, qichqitdi. Ankam chiqib bo'lguncha biz paramizni davomlashtiraveramiz. Sizningki shu naqshi hayotiga naqshchilik sohasiga kirganingizga taxminan necha yillar bo'lib ketgandi hozir? Shu 2000 yillar bo'ldimi-ki deyman. Tağdan chiqqan chiyoqlar. Biz endi men kichik vaqtimdan boshlab sizdan bir cho'ng bir odamlarga o'xshatyapsiz. Kichik vaqtimdan boshlab sizning naqshingizni anglab cho'ng bo'lgan. Biz hisobda tunusak siz naqsh aytib ekansiz qanday taxminan shu boshlang'ich nechinchi yillardan boshlab programmalarni naqsh etishni boshlagansiz. Sen o'zingiz bek jiqqa qilmaydiganingizda fiqimiz ham bo'lganmishlar gap saqil anchiqlikda biz shu san'at maktabida asosan shu pul yurib gap to'qigan bolalar endi. Aldı bilen qarşı almaz Olim Abdulla efendim. Salmamni beray deb turgandim. Yo'q. Sizni ochiq beramiz, ochiq beramiz aka. Olimkam gap bo'ldi. Bunda paranglashib deb bundan ekan. Biz bu gamsha ikki onlarni chaqirishdiki, asosli maqsadimiz shu gitarning bir ismini o'ngshib olgandek. Ayan bir yeshitdinglar ukam. Hadi ham kelar. Qancha gaplamiz simni. Apparatning oldini avaylab o'tinglar bolalar. Bir yeshib qayta chiqib beray, ishim bo'lmaydi. O bevas taqish bo'lgandek ashta bo'q qoldi. Hamma narsani oldin tayyorlab olgan bo'lsak, mushta bo'lmaydi-da. Endi asli altimiz qaytib kelsak, bayasizdan shu so'rab to'xtab qolgan so'l, sizmi shu necha vaqtlaringizdan boshlang'ich nechinchi yillardan boshlab programma qatnashgansiz? Bizga bak sizni tunigan yama uzun bo'lib ketdi. Men programmalarga, qada programmalar deysiz? Musul bakkan programmalarga. 17 yaşımda deyman. Ben 15 yaşımdan başlap haqiqiy sahnalarga yuzlanib ketgan desam bo'ldi. Kichiklar. 15 yaşingizdan. Aras to'liqsiz vaqtimda men ilqi cho'ng tipdagi musobaqalarga qatnashib ekanman aras. Yana bir o'ylab boqaymi. Boshlang'ich vaqtlaringiz Başlangıçta hamda shu mahalladagi qo'shni bolalarni yig'ib olib, kechiliklarni qilib, naqsh aytib, usul o'ynab, riyosatchiliklarni qilib degandek beshimga kiyib yurardim shu. Riyosatchilik qilgan yerlarimiz bor ekanmiz. Bu chaqasak bo'z meni ozroq gap qildarsizlar, odatda gap qilib ketmayman deysiz. Hamda ishni o'z ahli, o'z kasb, o'z egisi qilsin debchi. Men kichigimdan kamsiz o'xshayman. O'ylab baxsam. Naqsh aytishdim. Qanday nima bo'lyapti? Bir narsani ovozi.
Eshitmayapsizlarmi ovoz ya shu. Shunday qilasizlar. Ajab. Bir qaytish bo'lib qoldi. Ovoz qaytish bo'lib qoldi. Sizga sizda intizom buzgan. Tazliq o'rnashtirib deylik. Biz shu abay so'ramoqchi bo'lgan savolimiz shu. Endi hisobda bir naqshchining mayli boshqa kasb o'qigan shu san'at sohasiga qadam qo'ygan har qanday bir mush sahani izchil qilayotganlarning oxir ko'rinishi shuni bolaligidan boshlab hozirgi araliqda asosan mush kasbdan ajirmay kelgan bir ish bo'ldi ekan shunga. Sizdan so'rag'inimiz shu. Endi bugun shu mishaga chaqirishga asosiy maqsad emas. Aslida biz sizni rost chaqirgan olimkamni men qanday chaqirishni uqmoy. Rostga qilsam, endi Olim Abdullah efendim, aş ekranda Bilal olimkamni to'shiyalarini yaxshi tutib mana. Konuştuk ayay keldi. Olimkam men Ürümchiga yangi kelib, adabiyotning asosiy san'at maktabiga kelgandan beri shu Şinjan san'at sho'yaniga o'qishga kirib, bir ikki yildan keyin ancha-muncha jamiyat bilan aralashib, musiqa sohasidagi tanishlar bilan akalarimiz bilan tanishib, shu eng beshida shu sizlarning yo'dini ko'rgan hisobda, sizlarning yo'dini ko'rdik, undan keyin asta-asta dolarning kichik zal bava sizlarning repetitsiyalarini ko'rib, aşağıda ancha-muncha kichikliklar bo'lsa biz ayo deyishib, keyin ancha-muncha kichikliklarga ma'muriy so'rlik qilishib degandek shu yerda ko'rgan Olim Abdullah akamiz mening bilishimda hamda o'zimga bek jiqqa qilib ketmaydi odatda. Menga bek jiqqa qilmaydi. Yo'llar ba'zi men eslab ko'rashmasam ko'rayman, uytab ketadi. Turmushdimi shu, odatdami shu? Kimsiz? Voy, ma daka. Kimni kim ko'rmaydi? Uyda shu Ankan gitar bilan javob qaytardi deydi, shu. David Deymaun'un ve işin dilatmamsiz. Ünidarda ayet oturmam. Ünidarda. Ankamda isat özlem billi uytuğa ağınırma, kesiptaştırma alimlik hem sözade. Şu özünün kesipi bilen bu bizgim artık yakınmaydı dep. Şu men tunusam şu aştaat şu sürlük boğaçqa bugungi programım qanday chaqasam bula dep bulab sizga dep bo'lgandan keyin bir gitarchini qanday qilaman deb ya og'zimdan chiqaraman o'tasam undan olim berib chelish bersin degan asli maqsad shu biz qanday deyishni uqmay qilgan desam endi shu hayboga rasmlarni chiqarib jumanglar shu kun biz bir berib avdish qilib beraylik deb qildi uni bizning adilja mana maxsus sizning naqshlaringizdan mashina to'xtatmay anglaydigan tefimsidan Rahmat. Men Ankara patpat ayolingizga xat yozib qo'yman, yangi naqshlaringiz chiqdimi bu deb ekan. Sal keyin andish ay mush xatni sal kesh vaqt yozib qoldimmi, qanday o'ylar atugin bir qo'shqa ichib ketgan ishlar chiqib qolmiz bo'ldi-ku, bir kichik balla san xat yozib yurdi-ku deb qilarmi deb. Endi biz yaxshi ko'rgan ekan. To'nayman Bersizlar. Shu to'nagan ekanda bizi verdim biz ham hisobda naqshlarni izlab, qaysi kun ko'rishib, yangi chiqqan taqatmagan naqshlarimiz bor, men avat aytaman, tingshay deb. Shunda talablarni tingshatib biz hamda. Shu bugun shu shayton chaqirib akeldik. Shu olimkamni bekchiq parang tutmay, olimkamniki abay shu o'zini azroq so'rvaga yarim shu olimkam hisobda A-studiyasi. A-studiyasini, ya'ni shu bizning Asqar Sit hozir birovlar kompozitor, muzik ishlaydi deb uqdim hozir rasman o'zi rock naqshlarni to'g'lab ijod etdi. Naqshini raz voyaga yetkazib bizni raz angtan qoldi. Asqar kamdan bir naqshlarni anglamagan. Yaqinda men anglatimiz shu Asqar kamla men tunisam siz bilgansiz, abay so'rasam shu 2007-yili 2001 xonga kelgandan Asqar kamla 2006dan boshlab A-studiyasini qilgan bo'lsa hisob 14 yil. 14 yil jarayonida A-studiyasi bizning butun Şinjandagi ham shundaqlar shu bizning Şinjandan olqib chiqqan ishkir o'lkalarda xalqaro qo'yilgan shu o'yinlarning muzikasini ishlash, muzikalarni chalg'ilashtirish, shunday ijodiyatni qilish qatorli ishlar bilan shug'ullanib sizlarni bizning muzika sohasida, adabiyot sohasida tanımaydiganlar asosan yo'q. Mushta bir yaxshi bir guruhni qurib, yaxshi bir ijodiyatlarni qilib hozirgacha bizga mushta ma'naviy jihatdan biz eng yaxshi ko'radigan asarlar asosan sizlarning qo'lingizdan chiqyapti. Biz manchunchalik amviylarni ishlash, kichiklarni uyushtirish, yosh naqshchi birodarlarimiz bilan hamkorlashish faoliyatlari bo'lyapmiz. Shu jarayonda eng yaxshi chiqqan, eng tatli chiqqan o'yinlarni, musiqalarni nada ishlatdinglar. Ammo 190% sizlarning isminglar chiqdi A-studiyasi ishlagan.
studiyasida musiqalashtirganlar. Şu müşahede sizge başlayan beraman sizge çonqur hürmetimiz var, bir çavukimiz bilan rahmat aytamiz. Ama lekin sizdan bayonlarınız var. Ben şu temtirash yeydi hozir. Taxim o'tadi. Şu naqsh boshlab qo'yuvchi bo'lishini o'tib qo'ysak. Yo'q. Tamam. Çağırda ben tekrar tuluklap Muzaffarning getirning yiyish şansı varken top o'zining. Aç bo'ladimi ya? Açtama? Onlardan bu da kısıda çok amaçlı tuluklaş gerektiğinde. Oldu mu? Sen cıhçitlik etme ya bugün. Bilan tugdimi sence? Bir yaklatken bo'lsanglar çok. Ko'rma do'stlarimiz bayatning kichikgina shu asboblarning texniklik masala ko'rganlik uchun biza bir to'g'risidan o'tirib to'kil e'lon qilib qo'ydik. To'g'ri tushuninglar. Bundan keyingi nahvaydan tarqatishlarimizda cho'qim texniklik masalalarni hal qilib, eng yaxshi, eng sifatli holda sizlarga nahvaydan tarqatish ilib boramiz. Yana bir qitim biz teatr klubi nomidan sizlardan kechirim so'raymiz. Kechiringlar. Endi şu texniklik meselelerimi amalının beriçe hal oldu. Bizning teknik alayda mehminimiz Alimkan bilan Zülfiyadan'da bir naqsh yetib berishga taklif qilsak, qizg'in chavaklarimiz bilan shu naqmaydadikilarmi? Erke oturanlar va tövendekiler erke oturanlar erkin bu bivaz taqış uchun herkes keçilik emas. Bu bivaz taqış fakat özümüzdeki köngül yarışında köngül aramızı sunulan erken faaliyet. Erke oturanlar.
Salma. Unda olsa xalq naqshisidan birini Xalq naqshidan bir. huzuringizga sunib etsam, yoqtirib olishinglarni umid qilaman. Anan ay mu atan kön mu ayaray tuğaptı sen kızıl gülü ayaray tuğaptı sen kızıl gülü senin ayaray minendek bir garip kolne senin koyun selip tu ayaray minendek bir garip kolne Rahmat. Nereden çıktığını hayran rasya. Muş kız ol şu mu ne muş kız ol? Kımel lekin u goyin çıktığını anlap. Şaşta hayran kaldırdığın nakşlar vardı.
Şuna yaxşı görürüz. Əmdəlikə bizdə qızıl naqşılar cıq. Naqşılar cıq. Həməsinin özünün tutqan yolları ayrım. Məsələn, elə yana yaxşı dostumuz Gülmirəni çağırırmız. Məsələn, yaxşı dost, yaxşı həmkarlaşmışlar. Həməsinin uslubu başqa. Həm də bizninki sizin naqşlarınızdan ən yaxtırıb anlaydığı yerimiz başqalarına oxşamaydigan bir puraq. Mən bir şeydə rastgele qılsam, mən sizin aytqınızı oxumay, texi degan naqşını anlab, va, ma naqşını, ma açaş, vəşi, eçit, amma da. 40 yaşlar çamımızdı babır. Açaşkəndə şu çıqqan vaxtıda mən çabımızdı babır açaşkəndə bu qaysı üməklə artı soğuydu deb anlab, keyin sürüşdürüb sizliginizni uqab, əməliyyat şu bizlər təngtuş qızlarının to'lgan naqşıga bu deb anandikin qanda siz abay esimdə qilishchi biz şu Örümçi degan işdəydi biz Azrail deb şu itotni o'ynagan vaqtimizda billa faoliyat qatnashgan tayyan çox şu vaqtda men şu vaqtdan boshlab Jacksondek bir bir qalpaqlar bilan 2013-yilmi 12mi Örümçi degan işdəydi 14 mi? 13'te 13 yaşlar bayramlar. Alıp konu çıkab verdi. Yaşlar bayramlar. Yaman adam. Bir Jackson'un ayalcı benzidek bağlanlı bir ah kiyim şiləpilər bilen. Şunda bolğan. Şu vaqtdan başlap men Adil aşınandan başlap şu vaqtdan başlaplar mı anlaşıq resmi başlagan. Men onun alda izdep anlap kimliğinizni oxumay. Hey toxta mujnaq şəcəb payz etilibdi deb izdep anlayın. Şu hazır sizdən naqş sorayman qoy, yeni naqşlar barmı? Dalıqı soğun qılmağamda şoyan soğusmu anlığaç durmam degендek suallarni sorub alma. Andan dikamiz abay Adilcan texini etib bizə buzub qoydunuz ha. Nisa xanninkide hem de Nisa xanninkide abay Alimkam degендek onun da bir gitar bilen onun dikin çıqaqlı bolmaydı ama onun nurgun tayyorliklar başqa nurgun musiqalar var. Astidiki bir dajiyo demlik çoğun bir musiqalar bilen nayt hayvat etilgan kinonun naqşı. Biz aş kinonun naqşında bir görüp qaldı keyni. Aş texini men bir çoğun ağaç eğitip dikenmiş naqşını degen texini bir. Buldu fukam aytitey. Ağaç degeniniz üçün fukamda qoyaqınız kelib ketmisin ha? Normal. Ondan sonra texi degen naqşı bir çavak ya. Sana yol görsətkicə
talay xiyal sürsen tehi aklım sana yol görsətkicə bir kolumla işki ətkicə işigimli talay çəkicə talay xiyal sürsən tehi her kim belkimse kıymet emez lekin dünya damam dert emez şiirler elemez talay dert emez talay hıyal sürsen tıkı her kim belkimse kıymet emez lekin dünya tamam dert emez günde oynaş məngü şart emez məngü şart emez talay oylap külsen tıxı günde oynaş məngü şart emez məngü şart emez talay oylap külsen tıxı görmegende görsen tıxı kömmegenge külsen tıxı tekst unutib qilish vaqasi bizni yuz berdi. Onu manda to'g'rilaymiz ham. Onu ba'zi odamlar shanchang naqshni haqiqiy naq mayda aytqini ifodalash uchun mikrofonlarni do'qib bir operib bunda aytilgan ishlarga sizniki o'tirliqda bunda tekstni unutib qolgan qiyofat kirib olganlik shu naq mayda aytganlikni. To'g'ri. Ba'zilik bizmi ko'rgan yilqi shundoq o'rib olgan. Shundoq payzi naqshlarni aytib paloq paloq tushib ketib naqshlar chiqavergan xotin oyoqda o'zim oyoqda turgan. Nurg'un faoliyatlar qatnashdik hamda bir faoliyatda işte bir akimiz hamda o'zi yaxshi naqshni birini tayyorlab kelib o naqshni u vaqtda shu zalning sharoiti yar bermamdi yo u akimizning shu kungi ovoz sharoiti yar bermamdi hamda naq mayda emas aytib qoldi naq mayda emas aytib qilib tövendan gul chiqqanda o gulni ilib ikki qo'l patquzolmay o'tirib mikrofonni yag qo'ydigan bir ish chiqib qoldi u yerda o'tirdi pauzda endi xeyli uzun odam biladi pauzning nadiligini shundan gulni ilib qo'yib berib olsam ulgurma deb o'zi mo'lcharladi uni gullarni chiroyli quchoq tizib maya qapirib qo'yib xotinni olganda xotin o'zining putida ketib qolib sandan tushib ketdi xotin to'liqli yerga biz tövanda o'yan qo'yayotganda o naqsha to'liq bir ko'plik chiqibadi o'zining naqshi o'zi keyin naqsh bo'lmagan usul o'ynab beradi naqshni keyin usul o'ynayotgan ishlar borcha hamda bu sanda har xil alkamda har xil hadislar ko'rilib qoldi kutilmagan voqealar mush eng tatlı yer mushu amaliyotda bizim ba'zi vaqtlarda biz itotlarni repetitsiya qilib ham bizga bakkalqa cho'ng itotlarni cho'ng ustozlarni cho'ng tipdagi itotlarni o'ynamdik ham o'zimizdan yig'i tushliq kichik yoshlar yoqtiradigan itotlarni o'ynab ketyapmiz 15-20 kun repetitsiyani pakiz qilib saniga yo'q deb chiqdimi saniga chiqib o'zgarib ketdi ya bir artistning kayfiyati to'g'riliq bir so'z unutilib qoldi ajallik so'zdan birsi o'g'lim mayli eng oxiri tugaydigan gapni mumkin qo'yib itotni qo'yib boshlaydi saniga chiqibli tugaydigan yerini deb qo'ydigan ishlar bo'ldi-ku bu shu saniga ishlar Sahnaning usuri bor. Sahnaning ras suri bor endi bu sahna deganda mayli pastda bir tomosha bo'lsa biz hisob shumish saniga shular uchun xizmat qilib chiqqandan keyin bir tomosha bundan o'zgarishlik suri bor bugun nihoyatda yaxshi jam bo'ldik aslan nihoyatda jiq avar qildik bugun aslan baya biz telefonda ko'rib biroz meningmi biza ichim serildi hammamizning bolasi bor bugun balanglarning og'riqli qilgandi necha kun qizitma tushmi dedinglar og'riqqa qarmay mishakatmish faoliyatga qatnashib berishning o'zimi bizning shu hisobda kasbiy axloq shu yerlardan bak suyundiq hamda ba'zi naqshlarimiz bor faoliyat naq vaqtida kelib eng kuch berdigan yer kelganda og'rib qolganda ham yoki boshqa bir ozroq ish chiqib qolganda deydigan hamda bizga nisbatan shu bano sabab ko'rsatish bilan
biz səni quruq qilishning o'zimizga nisbatan zo'r bir yo'qotish bo'ldi ekan. Shu bizning bugun sizlardan suyungan yerimiz shu. Undan keyin olimkamlar ufqidamda biz bir uğaval naqshlarni bir yaxshi ko'rgan bo'lsak aka. Mabalning naqshaja payzikina degan bo'lsak, 2000 qo'yib dasturxondan birini selab, ashuna yaqin do'stlardan birining ko'ngil qaziqni chaqatib akab, so'rinlam anglaytimiz endi. Ammo qizlarni biz so'rin chaqiraylik desak, texi qamlashmaydi, jumab chaqirmaylik, unisi yo'ldish va qo'qimiz deymizda, endi olimkamlar shu bolaga yutlab kelsa texsab turgan. Şuna hem de bizdeki abay biz paranlaşma degan yerimiz şu. Bizning qo'limizdan kelishicha alimka biz ham mushinchilik bir kichik bo'lsin zalni o'zimiz bir sanni olat akab o'zimiz itot repetis qilgan bir joyga keldik. Undan keyin nurg'un tomoshabinlar sizning naqshlaringiz amroq. Shunga bizning qo'limizdan keldigini bek cho'ng ish qilolmaymiz. Birsi ham işte ambi işte sizlarning asarlaringlarni surat qilib ishlab berish. Yan birsi bizning zelimizning kichik ko'rinmagan asos bo'lib qolsa abaysiz degandek bir 4-5 kishi naqshini bir tayyorlagan bo'lsak, undan keyin mushaga sizning ishxonangizdan sho'bi degan narsa yo'q. Biz bu yerda degan faqat shu bir ikki tala sho'bi bilan Sharali apandim o'tirib degan ish qilib menga ish ketdi. Sizlar muj narsalar jubo qilmay deb o'tadinglarmi deb. Asli unda emas. Bizning ma'noda ortiq sho'bilarmi bor, lekin bu yerda qo'sh o'yinchilik faoliyat deb 3 kichilik ketdikmi, 4 kun chichilib ketib qoldik, ha. Shuninglar shu bizga qilib qolgan uskunlar muj bo'lib qoldilar. Şu üskündeki tüpeyelden azrak abay kaşlarını körüldüydük. Bolsun bir şey küçük tiptik olsun bir sizin özünüzden ayrım nakışlarını takipçilegan işte bivas takipçinin birini orlaştı olsak bana karlağa okşay bizdeki yakın dostlarımız, braderlerimiz bizge güç berip turayotgan yakınlarımız var. Aşlarının yetekçilikte medet berişi bilen onun için ayak yiyin kelgen mimarlarımız var. Emin altınçılıkla malaş çapanımda qaqış kallak altınçılığa modeller var. To'g'riqlar oldimizga durung tushirgan ishchi kirib olgan nobellardan bor sahra mana shu qahvalarni ko'k sharbati deymiz shirkatlardan bizniki bugungi faoliyatimizning naq maydonini ko'rib bundan keyin mashlar mablag' solsak bo'lamdi bo'lmamdi deb manda tomo tutayotgan korxonachilar yo'q emasda yerda o'tirib bayg'ujamlar Tamamen bo'ladi. Shularniki qo'llash asosida o'zaro bizniki qilib berdigimiz ashlar madaniyat san'at orqali o'zimizning san'at orqali ularning tashviqotini ular o'zining iqtisodiy orqali ular bizni qo'llasa shu biz orqali o'zining qancha ilon tashviqotini qila oladi ekan shu asosda mana misoldas Abduqayimka Zulfiya ko'rasning naqshini angildingiz siz buroni cho'ng ochashmika deb anglaganmiz kichik qiz oldi shu yo'ldish olimkam yaxshi ijodiyatchi bu da bir kichilik qilib kelib qolsa ham sizga o'tib ketdi jumamisa mana elvat dingdan tushdi-da bu yerda yaxshi ishlab bo'ladi. Ondan keyin men bir ishga so'z qistasam, masalan, shu texi degan naqshni shu olimkam bilan Zulfiya adamning birligi. Asos jihatdan vaqalik yo'q. Ko'shing. Dilshatkam tatdimi uni Dilshatkam tatgan. Dilshatkamdan fungasimga dedim ham. Dilshatkam operatorligini Dilshatkam qilgan, rejissyorligini Elija Ashur qilgan. Ashun masalan bunda ilmiy suratlik naqshlarlar mening hushimcha nayt az. Asos jihatdan yo'q deylik. Masalan, bu nima demakchi deganda, bizning sahadagi naqshchilarning hammasi to'shaq to'naydi-ku. Studiya olimkam degandikilar hammasi lijang. Endi masalan men janubdagi bizning boshqa anglag'uchi ko'rinman do'stlarimizning nurg'uni masalan men Xovzanda men iching mazgilda jibo qildim. Zulfiyadam to'liq kirib ancha-muncha paranglashib turdik jiboda. İntizamni buzib qo'yib chiqdimi? Kiriblar. Ada siz jibo qilsangiz olmamda uni ustiga shu iching kasallik sababidan xotanda bo'lib qolibdi. Xizmat bilan shu yerda xili uzun turib qoldi endi. Shu siz jibo qilsangiz olmamda sizning naqshlaringizni yaxshi ko'rdim. Masalan, mushiyadlab ikki operator inimiz bor. Safqsa. Nisaxon texi degan naqshni anglaydi, kimligini uqmaydi. Aka, mushila kim deb. Aldirmaydi u. Buga ayron qolganlarim bor. Fursat keldi degan ko'rdi. Nima demakchi deganda hamda bu suratlik naqshining bir foydasi hamda birga vaqalikni yaxshi qilib maqsaq, naqshi bir yaxshi bo'lsa, vaqalik yana bir yaxshi bo'lsa, yana bir daraja ko'tarildi-ku bu san'atning darajasi. Undan keyin mana shu naqshchiga nisbatan kasbdoshlar to'nigan bilan xalq to'nimaydi ekan. Naqshni bakanlaydi ekan emas. Chiroyli kim Zulfiya Ko'rash degan kim? Masalan, Zulfiya Ko'rash deb yana bir odam bor deyman. Yo'q, Zulxumarmi yo'q? Zulxumar Ko'mash, Ko'rash. Zulxumar Ko'mash dedingmi? Voy, jubochadan chiqdi. Ko'rash. Jiddiylik. Yaxshi rejissor. Men masalan, ishda ismdoshlar yaqinlarim ko'p.
Demek çoğunun şu anlıqçılar şunda yaxşı gördü lekin tanımaydı. Kimligini bilmeydi. Şuna bayatlık fikir nait yaxşı oldu. Eğer hizmetinler, başka şaraitlar yer verse, bizning bir kichik ko'msanlar, şöbeyi bayağı degandek alim kamda Şinjan baş şöbenin hammasi alim kamda var. Ya, to'xta. Shu adam jiqchaqda devamlasa aqmaydi. Resim qilmasa aqmaydi. Bizning demoqchi o'g'limiz endi ko'ngil. Bizlarga haqiqiy bizni yaxshi ko'rib, kep ancha-munchalik amviylarni ishlatadigan naqshi birodarlarimiz, do'stlarimiz jiq. Ancha-muncha o'zimizga tushliq tatib baqqan narsalarimiz bor, mayli yoshlarga, mayli o'zimiz bilan tanishlarga asosan yaraqliq yaxshi narsalarni qila olayotimiz, qilyapmiz. Shunga bizning bu ko'nglimiz bor. Mushtaq o'zaro qo'llashmasak bo'lmaydi. To'g'ri. Bizning tunji hamkorlashishimiz g'o bugun hisobda. To'g'ri. Chiqish qildik emas. Gapirayotgan chiqyapti. Mana bir dingdan tushdi. Mana hozir emvig bir dingdan, kechaliki bir dingdan. Ayrim naqshlarimizni taqdiga shu jiboniga ko'rinish oldiga har qanday ishlar bo'lsa, bizning hozir shu biz uchun mishada xizmat qilayotgan yosh inlarimizning ichida shu o'zimizniki Şinjan rayonida oldin qatordagi operator kirishtiruvchi bolalarimiz rost bor. Shularning da unumlik foydalanib, shularla hamkorlashib yaxshi asarlarni chiqara olamiz deb o'zimizga ishonchimiz bor. Sizlarga bir sovg'imiz bor ish qilib. Andan keyin bugun beradigan sovg'imiz, endi bugun sizlarni quruq qol yo'lga solmaymiz. Andan keyin shu karlar shundaqlar tibbiy olim bu ikki shirkat bir egisi ber. Undan keyin bular hozir Jitan bo'lib, Yaman 5-6 dak shirkat Jitanning o'rni Shangangda hamda. Bular rasmiy cho'ng taraqqiy qilgan bir bizning bir yaqinimizning shirkati. Bu shirkatimiz sizlarga shu ko'ngil so'g'isi yangi ishlab chiqarib, bozor selish oldi turayotgan shu ayollarga, bolalarga shu oilaga mos keladigan masalan, burun karlar degan markada girim buyumlar qiladi, hozir tibbiy olim degan burun shortuz ko'plar shikir bozorga chiqsagan cho'nglarning davolanishiga, qumg'i kumulanmagan cho'nglarniki davolanishiga turpani pichanni bilan zavodini tortib boshaqda. Shu ishlar bilan shug'ullanib qolgan bugun azroq bo'lsin ko'ngil so'g'isini mana olacağım. Ko'ngil so'g'isini og'ash kapto, shuni bir qabul qilgash, maning kayniga, undan keyin yana ko'ngil so'g'imiz bor. Bunday quruq yo'l sevatimiz kammidi? Shuni sizga topshiray. Biz erlar odatda uyda bek so'm ko'tarmaymiz, biroq beryaptim. Chon bundan keyingi ishkanlarning bundan keyingi turmushinglarga texnik zo'r baxt, tininglar salomatlik, undan keyin oma qizimizning tining salomatlik, ham shunday bundan keyin go'zal turmushinglar baxt tilaymiz. Rahmat. Yaxshi islarmish bizning biladigan biz san'at sohasida eng yaxshi hamkorlashuvchilar. Eng yaxshi hamkorlashuvchilar. Ba'zilar masalan yo'ldoshi naqsh cho'qqas ayol boshqa kesibdi. Ayol naqsh cho'qqas yo'ldosh boshqa kesibdi. Bir yakilanmak taraqqiyotdan to'xtab qolayotganlar bor. Endi sizmi balam dedingiz, oila dedingiz bir mezgil to'xtab qilish bo'lgan. Endi oila uchun qurbonlik berish hamda ota-ona bo'lgan odamning eng cho'ng majburiyat ekan. Shu endi balama uchun bir yak beribdi. Bundan keyin bo'lsa bizning qilpagidagi ishlarimiz bo'lsa biz bu deysak, bo'lsamish ijodiyatlar uzilib qolmasa davomli biz sizning show yang naqshingizni tinglab o'tib ketmagan bo'lsa, dayanlarni aytimiz endi. Cho'ng nuqslarni. Bo'ldi. Bugun avar qildik. Sizlarning bizni aziz bilib mishaga taklif qilganinglardan to'limi suyundik. Hammanglarga rahmat javob chekdinglar. Unda bo'lsa Qizg'in javoblarimiz bilan alohida 2 mingimizda ustib qo'ygan bo'lsak, rahmat. Evlen. Yani batı xeyli eket kiçe kötürep bulanmaqdayıq bax. Endi İrfan muallim. İlan çıqatam bu yoki Yo'q. Sen menga berdi-ku? Mana tövəndə biz eng yaxshi ko'rdigan biz eng yaxshi ko'rgan naqshlarni yoqtirib anglaydigan yosh naqshchimiz Zulfiya Ko'rash ham shundaqla uning mangulik hamroyi ham shundaqla o'zining kasbdishi ustozi Olim Abdullah apandim bilan yaxshi ma'nilik bir vaqtni o'tkazdik. Endi qanday qilamiz? Endi qanday qilibdik? Kuylar uzilmasin deydigan bir bosqichimiz bor. Bisiplan. 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 Endi yana bir taktik miminimiz bor. Baya ben shu Naqmaydan tariximiz başlanğan çağlar bir sözünü deb o'tgandim, esingizda bo'lsa ko'raman do'stlar. Bizning bugungi Naqmaydan tarixchimizdagi aloy takliflik me'morlarimizning hammasi Junglangji deb. Mushasi baktigido. Mushasi baktigido. Kuchli. Kuchva. Endi
Özünüz bedenen. Güzel, Yani stres güzel. başladım gepimde tapanmay. Bu kızdan biz burunlarda bir MTV'si çıkan. Bu kızdan MTV'sini işleyişte eğilladım jügen. Nayt yaxşı çıqqan o ilmi. Hazırgıça mening nurg'un mana shu opam yoki kichik opam deydigan opalarim, mana do'stlarimning masalan shu Irfon degan do'stlarimning opalari hammasi shu qo'zilgan bimachamning qo'zlab ekan deydigan ilmingiz bak yaxshi chiqqan deb hozirgacha deydi. Uningdan keyin yana bir deb o'tsam shu hamda Şinjan shu diyorimizdagi yosh qiz naqshlar orasidagi moda iqim naqshini tutgan. Ya'ni hamda yani gepimni topolmadim, titrashga boshladim. Eng yaxshisi o'zingiz yugurib chiqqan bo'lsangiz bo'ladi. Meni mitolab qoldim. Men deb beraymi. Sizda azroq titray bo'ladi. Bizning Şinjan diyoridagi qizlar, shu qiz naqshlarning ichida o'zguchilik quslab yaratgan Abay Adiljon degandek moda iqim naqsh sohasida o'zining izliksiz o'ziningki uslubini tutib kelayotgan yosh naqshchimiz, do'stimiz, bizning yaqin hamkorlashuvchimiz biz bundan burun o birlam naqshning amvisi emas, hamda chiqib berganimiz shu ber bundan ekan ishlab qolsa ham davomli chiqimiz. Undan keyin yana boshqa naqshlarning ishlashimiz qatnashgan degandek bizni aytib qo'llaydigan, yaxshi ko'rib naqshlarni anglaydigan yaxshi do'stimiz Gulmira Turg'unni salimizga taklif qilamiz. Rahmat. Mana mushasi bak tegadigan naqshchi. Mushasi bak tegadigan naqshchi. Bir şey gilam keling siz. Bak mushatadigan jiray tursiz. Mushaglar. İkimiz bunda qilib qo'l tutishibroq o'tirlar. Ana. Voy, avaylang. Avaylabroq o'tiraman. Men oshyoq o'tib ketaychi bo'ldi. Mushaq sal xatarda qiladi menga nisbatan. Sal eg'irg'u oshyoq. Voy. Chiqib oldik. Men endi apparatni qo'lga qoldim-da endi. Bey. Ba. Nima ish oldu bu yerda bugun? Nima ish olganmi biz uqmudoq. Chiqib bizga sizga rasmingizni avatdi. Biz ondan keyin buni Xaybog'ga chiqirib baqdik. Haq sizni kelarmikan deganda biz sizni keling deb chaqirdik. Shunday ish bo'ldi. Men mo keldim shu Xaybog'da qism zipay rasm deb pechatgan to'xshon po'yocham bo'lgan avat degan. Amal shu javmi emas endi. Endi qizlar shu o'zanglarni o'ngshak parchalar. Meyto shu. Operatorim ketmaydi o'zlarga. Atog'im Gulmiram MUSni o'zi ishlab olamki yaxsham. Az qoldim. Aynan ichida apparatni tiklab qo'yapman. Endi Gulmiraning sanimizga chiqib oldik. Oldi bilan shu Gulmiraning nurg'un qo'llovchilari bor hamda. Uni demasak hammamiz uqibmiz. Ana boshida. Bir tallam demakchi, ikki tal qo'llovchisi bor ekan. 4 tal bor ekan. Gulmira bir ko'rinman do'stlarimizga bir salomini yetkazib olgandan keyin yana davomli programmamizni davomlashtirsak. Rahmat. Aldı bilan ekran oldida shu bevosita taqitishni ko'rib o'tirgan barliq aziz urug' tuqqanlar, hammalarga urug' tuqqanlar, ham shundaqla umoq urug' tuqqanlar Gulmira Turg'undan mehrlik salom. Rahmat. Bugun ma bevosita taqitishni aytib bir mehmondochilikqa kelgandek erkin azodi elib berilyotdi. Malaning salmoqni ayt eg'ir bo'g'ashqa titrash ham jindon bo'lish voqeasi bilan eg'ir bir kekashlash voqealari yuz beryotdi bu yerda. Shunga ekran oldida ko'rib o'tirgan, telefon qarab o'tirgan, zerikmay, tirikmay bizniki mushu jibo bevosita taqitishni ko'rayotgan aziz qarindoshlarimizning noiti bizni qo'llab turib, to'g'ri tushunib, shundaq bir texnikalik masalaga uchirgan vaqtimizda hech voqeasi yo'q deb bir ikki tal gazirni chaq o'tib turib, o'chirib o'tmay turib mushu bevosita taqitishni ko'rib o'ltirishini chin ko'nglimizda umid qilamiz. Shundaqla ushaq tushak bir masala ko'rilib qolsa bizning shu biz klubi nomidan shundaqla bo'lsak yaqimsan bilirdim. Men chiqib qoldim. To'g'ri tushunib qolishinglarni umid qilamiz. Unda bizning uylar kelib turinglar. Rahmat. Bizning boshqa ishimiz yo'q-ku. Qolmabdi hozir naqshchi, ijodiyatchi, riyosatchi, qiz beshi degan nurg'ishlar. Sizning bu fikringiz nihoyat o'rinli bo'lganligi uchun sizga shu Amin 6-chilik alohida talab qilgan karlar yurishligidan bir yurish sizga sovg'a qildim men. Hamısı maqashtirayım tüggen boz. Yani bir yavat çaqagan sözlük qo'yib kelay. Manda biz bugun so'rin asosiyatimiz so'rindan xoli naqshlarni chaqirdik hamda. Yani bir so'rin bo'lib qolsa, mayli. Bugun povchans qilolmaydi ekanda. Hey, iqtisod. Bo'ptamdi a karlardagi go'zal qiz mening yaxshi do'stim. Shunlashqa ma so'rinni tashlab yana bir so'rin ketgil bo'lmag'idek bugunchi misha jim o'ltirib, mishani qiz deb ekran oldidagi suyumliklar bilan eng yaqin oraliqda tushuncha hosil qilib shundaqla ancha-muncha naqshlarni aytib o'ltirayli degan umiddaman. Endi meni bak tushuntirib ketmasanglarmi bo'ldi. Tuniydigan tunmaganlar mayli, aldirmay tunib oldim. Men shundaqda. Mayli. O'zimcha naqshchi bo'lgan. Men bu naqshchi bo'lmagan xalq naqshchi qilib qo'ygan. Mening bu kasbim emas. Siz shuni so'rmoqchi qachon. Men javob bermadim bo'ldi, gap qilmay o'tiraverdim. Osh xalq deb qo'ygan bo'lsangiz, mening bir naqsh qilib qo'ygan bo'lsa. Asli naqshchi emasdim. Shu o'qiyotgan vaqtlarimda bir naqshini aytib chiqarib qo'ysam
tuyuqsiz bir hem yaxshi ko'rib ketish voqeasi yuz berib hamda xalq ammasi u naqshini shuning bilan mushu naqsh kasbida taraqqiy qilsam bo'ldigan o'xshaydi deb tirishib o'zim o'rganib olgan o'ng'i so'ng'i vaqirab yuribchi undan keyin bir tirishib plastinka chiqardim uningga sizlar shu xo'sh MTV'larga chiqish badinglarni aytib bir yaxshi rollarni elib shu naqsham hozirgacha xalqni yaxshi ko'rib anglayotdi biz bada ha shu biz bada sizlarning MV'ni ishlaymiz deb egilg'i tushib ketmiz juda qamda yaxshi ko'ramiz bo'lmas boya deganda Gulmira bizni bak jiqqa qilg'izmaydi burunda shundan men bir jiqqa qilmaydi Gulmira so'zga chiqayotgandan keyin biz to'xtaymiz sajiyat biz to'xtaymizda keyin men bir gap qilmoqchida bu yerda men gap qilib qo'yamiz bo'lmaydi sencha bunday qilaylik qara bundan keyin ikkimiz gap qilmoqchi bo'lsak Gulmira uchun bunday siqib bunday chiqirib undan keyin maqzoni qo'ldagi quvvatini amalda ilib undan keyin gap qilaylik bo'lmasa xatar ya bo'lmasa o'chirdinglar bunda men demoqchi bo'lganim boshqa jihatlardan to'g'ri Gulmira biz hem kurdaş hem nurg'un ishlarda sanlarda janub shimol o'yinlar nurg'un ishlarni birga beshimizda o'tkazdik men bir uzunni bir so'rayman deb so'rayolmagan bir ishim hamda bolalar naqshlarni bak yaxshi aytadi qo'rqib ketdim nima ish to'y qilmaysiz demdikin deb endi o to'y qilishdi shaxsiy gap qilma ham shaxsiy turmushga aralashmadi bu yilgi elchi programmasi bo'lmagan forma hamda mana shu bolalar naqshini qisimiz qilmasin nima chatimiz bizning to'g'ri shundan yaxshi aytadi hamda masalan ilibba masalan men amroq ash naqshlar to'xtab qoldi nima ishqa yo to'xtab qoldi siz anglamayapsiz to'xtab qolmadi ilaqa ballarni tangisib biza o'yin tupaqqa bizga tangisasan aytib berdi bunda aytadigan ilaqa ot hozir Gulmira aytmaydi naqshni ot karkidan birimlar ballarni mindirib qo'ysang bir qo'yversan ashi tangi bilan aytadigan bo'lib ketdi naqsh to'xtab qoldi dedim yani ashi ballar naqshlar ballar naqshi barmi kufani tiqib qo'yavermay chiqolmabsiz demakki shu vaqirashmanglar endi balig'da ele tugaganda oqiga o'tib anda nima Jungliangji deb chaqirdim o'zing taysinda qiz olamavi shashaxan sham naqshlar uzilib qolmadi endi ma yaqindan nurg'un kasbdoshlarimiz nihoyat tirish bir xil asarlarni chiqaryapti menmi arliqda azroq to'xtadim endi chunki hamma kasbdoshlarimning naqshini tekstidan bir misradan kim yaxshi ishlayapti musiqani shunga aqishni qilib aldirmayroq chiqaraydi bunda emas endi balkim ekran oldida o'tirgan o'qituvchilarimiz bildi men asli boshlang'ich maktabning o'qituvchisidim arliqda ma'lum sabablar bilan kasbiy ishlarga yetish bo'lmay xizmatdan istiqbo berib hozir o'z oldimga boshqa ishlarni qilyapman boshqa kasb bilan shug'ullanyapman shuning bilan yangi bir ishni boshlaganda odamni oldirashchanlik bo'lib ketadi ekan amaliyotda bir 2-3 ishga tang vaqt chiqarib bo'lmaydi bunday ahvol ostida men ozroq vaqt to'xtab turib andan yangi naqshlarimni yangi ijodiyatlarni xalqqa meni yaxshi ko'radigan shu meni yoqtirib meni qo'llab kelayotgan azizlarimizga sunay deb kufanga liqqida molni besvatdim hozir mushu yaqinda yangi yildan boshlab birdan 2-3dan yo'q raqam emas uning ishi tugagan u a yo'lda bu ma yo'lda menga yurdi taqashmay duchachiliqim yo'q bu yerda endi mushu kufang tipib qo'ygan asarlarni yangi yildan boshlab mushu meni qo'llayotgan azizlarimizning hurmatiga sunmoqchi shunglashqa azizlarimizning meni yana yaxshi ko'rishini unutib qolmay davomli yaxshi ko'raverib mushu naqshlarimni taqib yaxshi anglashini umid qilaman rahmat sizlar yaxshi ko'rsanglar men yaxshi ko'raverman meni yaxshi ko'rganimni men texmi oshirib yaxshi ko'ralayman degandek o'zaro qo'llash eng yaxshi noch ish buchu to'y qilmizmi yaxshi kelmishdi hamma odamni yaxshi ko'ramiz menda shaxsiy para ayrim deyish yaxshi ko'raverman degan ekan bizda ham bu odamni odamni oshkorlayapti ya undan so'ng bunday qilaylik Gulmirani bu yerga ochiqtoq Gulmiraga asli bunday danzchingni chelab bunday jazgulni urib chaqasak bu yerda Gulmiralik asosiyati sakrab yurib naqsh to'laydigan naqshchi lekin bugan sharoit uning faqat yer bermaydi bugan bir o'tirib naqsh to'lab baqson deb shu biz teatr klubining davomli gitarchilik yuradigan gitarchi Muzaffarni alohida taklif qildik Muzaffarga bir javob berayotgan bo'lsak Muzaffarni burundan yaxshi chaldi gitarni deb anglagan bugan olimkamni ko'rib qo'li bir titirdi endi ustozni ko'rgandek yana birsi Gulmiraga chalamamdi degan masala bor bu yerda ya Gulmiraga chavdi juma shunda Gulmirani sen bayağı o'tirib o'zingchi mishat o'tirib jim o'tirib aytidi deb o'zingchi devatding mishat o'tdas boshlarni o'tidi bak sho'x Hoşda ablam ya. Sizin mişen bermek için. Ondan siz mayaqırak ötün ben bir yeninizi kıstırılıp alayım. Mişedim. Fatime hemen. Endi Niyede? Adatda Ahmetcan degandek mening aytib kelayotgan naqshlarimning hammasi nihoyat sho'x naqshlar bo'lib, gitar tankash qilingan naqsh yo'q menikida. A tuvandiklar intizom buzmanglar.
Tazlık aralashtirayotganlar festivallarni. Şu hamda bu mening naqshlarimni anglagan azizlarimiz xuddi mening naqshlarim asosan sho'x naqsh bo'lib, gitarda tankash qilingan naqsh yo'q. Hamda bugun gitar orqali shu ekran oldidagi telefonni tutib bevosita taqitishni ko'rib o'tirgan do'stlarimizga, azizlarimizga bir qancha naqshlarimni sunmoqchi, hamda undaq masalalar ko'rilib qolsa to'g'ri tushuninglar, chunki mening naqshlarim odat abay deb bo'ldi-ku, ham davra bo'ldilar. MTV Gulmira asosan MTV'si yo'q naqsh aytilgan qiz emas. Bu yerda MTV o'ynab turamsizlar ya. O'ynandik ya bir xil. Avval siz aytib boqay, tekstni hamda qiziydimi acham? Bir millat tushib qolsa ajab emas-da. Tangsliq naqshlarni aytmang, ha? Odiljonda ikkimiz bor bu yerda. Tangsliq emas, sho'q juchings bor, siz uchun ssenariyalik o'ynab bersangiz bo'ladi. Taklif chiqmasa jibini yozg'achsak. Operatorlarning birisi mayoqqa, operatorning birisi mayoqqa taqshab qo'ysangiz bo'ldi. Yana birini o'chirib deydi. Gulmira o'zim chiqmayman demoqchi-ku. Daz chaqchaqmo qilishdiq. Yosh naqshimiz Gulmira turg'un bir chavak odatimiz bilan san'atchilar chavak chamlasa o'rnamaydi g'ashlar. Unda bo'lsa, o'sha tuvan to'ltirgan shundaqlar ekran oldidagi suyimlik azizlarimizning hurmatiga, mush azizlarimiz yaxshi ko'rib anglaydigan Aşık arzusu degan bir naqsham bor. Shu naqshni sam lirik banbasini sunib bersam, bo'z aşıqlarimiz arzu armonda qolsa, hammalarga baxt tilab, aşık arzusu degan naqsham hurmatinglar. Keyin unda sorunni to'shqizib degan bo'lsa hozir, ha? Tevanik operatorlar bir-birini o'ynab ketgan bo'lsa. Aqan unda hozir bir keldi. Çok buna seklep taklap oynap. Rast şimağırcımın ağlığa. MTV'sin pütem neyim bu yerde? Maaş gelen cim oldu da senariyem kımıdı ya. Yakmamış.
Nima ish qildinglar shunda bo'lgan bir ta'sirotini so'zlab baqqan bo'lsanglar. Men qaysi operatorlarmish naqshni hozir yaxshi ola oladiganmi deb o'ylashdim. Xiyol deb bu yerda bulut chiqib ichida chiqmaydi. U bunda deymiz uni xalqqa. Dangamisan. Danga. Nima bo'ldi shuninglar? Nima bo'ldingiz? İrfan Devtonlar da. Kim deganni qo'shdagi oyat o'tag'adan obaytim bir undidor o'ynab o'tasa. Ya jüpir yaz demen deb qo'ygan. Ha, unda olib qapqaz munda qilayli. Matam ishki matam deb. Şok özünüzün işiniz pişke taxtan ha. Qopaplı bir narsa. Qop. Nima ish? Ya bu nima ish qilma? Siz naqshchi. Hem da be. Hem da be. Ma o'ynab o'ynamaymiz da. Ya men bugun o'tirapman. Sizlar o'ynanglar. Siz aytib beqing. Bizning navada udar putimiz kegdek bo'lib qolsa biz bir tirishib baqayli. Ahmadjon sizning naytumdan kelib burunmi kelgan? Shundami ekran oldidagi azizlar? Men bir ustunlik naqshi aytib baqay, mali bir o'ynab baqsin. Texim qiziydi shunda bo'lganmi? Sizlarmi uyda o'ynab telefonni qilib qo'ysanglar bo'lgan bo'lgan. To'g'ri. Biz aka men chalaysan. Chala. Lazım deb baqala. Abi bradu mi? Yani uytamdıq deb. Unda bo'lsa nima ish qilamiz? Ha? 2012-yilda men shu sehrlik alma filmidagi Gulbeg'ing degan naqshini, ya'ni Shochang rap bilan qo'shiq bir aytib, Yangi yil sahnasida Şinjan televiziya stansiyaning Yangi yil sahnasida aytgan, balkim azizlarimizning esida bo'lishi mumkin. Bu naqsham Wang Yuyundimi? Yo'q. Yo'qolib ketdi u naqsh. Men sal mush ishlar e'tibor bermayman, chunki nurg'un naqshlarim yo'q Wang Yuyunda. İzdab tepib bir chiqirib qo'yay, chiq so'rgan ham. Shuni ma gitar bilan tankash qilib aytib baqili, shuning bilan mush sahnaga Ahmadjon bilan sizni Adiljanni bir maydon usullarga, shundaqli ekran oldidagi azizlarimiz usullarga taklif qilsak, marhamat. Qani qizg'in javoblarimiz bilan Shahriban Yasinni sahnamizga taklif qilamiz. Sen yarının üne kelse heyran bulup qarayman canım. Gülbeg'ingning ishchida hayron qarab sarayman canım. Sen yarının üne kelse heyran bulup qarayman canım. Asmandagi ayimsan, ko'nglimdagi yarimsan, ko'nglimdagi yarimsan, meni o'tungda köydürgen sen benim nigarımsan, meni o'tungda köydürgen sen benim nigarımsan. Bulbulum bulay, şeyhına qunay, küşken yarım bolsa ben yarım bolay, ben yarım bolay, yarım ben bolay. Uzala etkimizde. Yapmanda udarmış oynap bakmamız. Bu güzel gül bağara, gülge tolgan bağara. Bulbulum teşnasa, gül üstüde bunca ara. Bu güzel gül bağara, gülge tolgan bağara. Bulbulum teşnasa, gül üstüde bunca ara. Asmadaki ayım sen, ko'nglimdagi yarim sen, ko'nglimdagi yarim sen, meni o'tungda ko'ydurgan sen mening nigarim sen, meni o'tungda ko'ydurgan sen mening nigarim sen. Bulbulum bulay, şeyhına qunay, keşken yarım bolsa ben yarım bolay, ben yarım
Tolkay İbrahim'den günah bir de oynaydıqlarga bak bizden Ekber'den başqa baka ekan. Ma, unusun ma bundacha Gülmira bunun burunda oturap naqsh aytganda men ko'migan ekan. Men shu bu yerda oturap usta o'ynab qo'ydim. Rahmat, japa chekdi. Haqiqatan donozat keldi. Biz hamda Adiljon bilan ikkimiz asosiy jihatdan bir kollektiv quraylik bundan ekan. Amal var naqshlarning teglik akkord ovozlarini biz alaylik. Chiroyli qoldik ha. Tez oldu ya. Akkord ovozini mushunda alam ip minib bersak naqshlarning ishtik vayron bo'lib ketishi gap yo'q. Men go akkord ovozlarini emas bildiği yerimni. Lekin joyi keldi deb o'ylayman shunda bilan asli Muzaffar aytmoqchi qarsam xodadek lolto desin ishkal aytmadi. Onu biz aytibamiz. Abay deyishgan. Onu biz aytibamiz da mikrofon bermagan. Bu her sanchiqni naqsh aytib oldik ya bu. Hey, asli shundaq endi hatto xafa bo'lib Qiyin aytibmiz. Endi gap baqa kim anglaydi ekan gapingni? Bizdan boshqa kim anglaydi gap baqa? Ya Muzaffar bana degan, Muzaffarni bilgan xijil qilmayli, bir 2 kun bo'pti, sal mijoz yo'q. Men kayfiyatim yaxshi emas. Muzika chapira. Abay aşık arzusu degan naqshini aytgan vaqtimda azroq yosh to'kyotgan. Bugun sal kayfiyat nachar. Arilib ketmagansizlar? Ha. Mana fikrim, mana paramiz. Mijoz yo'q. Ya sal mijoz yo'q. Bo'lmasa har sonimizda bir ashki o'rnab turibotgan. Bu da şunmay vermezse keyfiyat nachar ki keyfiyatim nachar demezmi ama? He, keyfiyat nachar emas. Hamda manda qildi. Shim ketdi. Voy bu bunda tugaydigan ish yo'q. Atayin ochiqdoq saniga. Uni o'zima bizdan sani riyosatchi kamlik qilayotgancha. Bundan keyin bir programmalarimiz bozmuş. Gülmiraga manda bir mazmunli program qilmoqchi debdi chaqirsak o'zi o'xshaydi ekan o'zi. Adabiyotni yaxshi o'qigan bola. Ayrim deyishlar tushganda tushunib Nacho? Yula. Yula. Endi do'stimiz Gulmira Munayt yaxshi endi. Boya degandek saklab taqlab sho'x titik naqsh o'rindab ko'nib qolgan endi miyada. Amalning berichi sharoitning berichi endi langmanban naqshlarni o'zinglar sunudi. Shunga Gulmiraning o'rnida qupab ketmaymish ikki naqshni tugatganiga yana bir chavak beraytam. Umumu test to'xtadi deya lekin. Sal oyoq qarab jiq tas aytdim o'sha naqshlarni qachon qarab baxtim. Ikkimiz bir şey usulga tushsak o'tirimizga xotini tashlab qo'yib tushkislanba. Shun qo'rqmay o'tirib oldim. Bu şey usulni buzib shumsan beka deb. Oldi bilan Mas ilmiy yo'l to'g'ri chiqqan, buzib ketdi bu. Aslimga qaytib soldim. Oldi bilan shu do'stimiz Gulmira va inimiz Muzaffarning shu Abal iningmi? U bal pojlab qo'y, senda 3 chiqadigan bal inimi dedingmi? Yaxshi inim. Mana shu nomer 10 da paginiga yana bir qitim rahmatimizni bildiramiz. Rahmat. Undan keyin shu yosh gitarchimiz Muzaffar o'zimizning yaxshi inisi. Shu program boshlangandan boshlab hozircha izchil biz uchun xizmatlarni qilib kelyapti. Muzaffarga Karla shirkatiningki Muzaffarning buningki tig'dim oq bo'lib ketish uchun aqcham ko'ngil so'g'ib. Resmi qaranglar, ey. Mush balni rangli girimning ilanini chiqarsanglar bo'ladi. Tirsbekshi ekan. Ey, men qaranglar, baliqqa bizga emas, Uningdan oq odam topa olamsizlar madin. Rangli girim buyumning ilanini chiqargan. Sening yuzingga girim qildigan ishlab qo'yib qolsin. Xili jiq girim buyumni israf qilib, undan keyin girimni yarashtirgan bo'ldim ha yuzing bilan. Mashq debtadek yuzing va'dasini. Men ko'ngil keldi. Az olsun hamda. Az olsun o. Ba'zilari sizga tushmasligi mumkin. Buni siz qarmang, o'yingizni lak Men ochgan. o'z odam bo'lib ketibman-da miyada bir xil. Malami manazir. Men biz klubining adimi hozir. Sanjing ujing to'lamsizlar ya men keldim hamda. Ko'pin yijin to'lab, boshinglarni. Sanjing ujing 4 kilodek shulabda. Unda jin degan oltin degan gap. Siz to'layotgansiz biz emas. Ashad o'ltoq abay salomlashib qo'ydim. Muzaffar menda gap ekan. Ana ichki silliqlik narsalar asosiyatda xonim qizlarning karlar mahsulotlari, girim buyumlari. Bo'ldi. Badan juish suyuqligi bor ekan-ku. Bitta. Endi yarishib qolsizlar cho'qim. Yaxshi. Kayfiyat qarang, o'ngshaldim yo'qmi? O'ngshaldim. O'ngshaldim yo'qmi kayfiyat? Men nima xo'sh bo'lib ketdim. O'ngshal dedi. Onun kayfiyati o'xshab, men xo'sh bo'lib ketdim. Kayfiyati o'xshadimi? Ishkim chatoq yo'qmi? Chatoq yo'q. Yama birlik xizo qilib hozir bizlar bir guruh bo'lib qolgan ekan. Ko'ngli yarim bo'lsa, men ham yerim bo'ldi. Yana birda chaqis kelyapti. Xipig birdan chalaman. Siznikini ep qo'ya baqa qirqab. Ana o'sha 30 tona narsa aytib qo'yishlik, ko'nglim bajmi? Xipig birdan achasang ziyon chiqadi. Endi
Programımızın yana bir basışı ötep giteyli. Gepni kıskartsak Gülmira Turgun dostumuz bilen Muzaffer Ferhat dostumuzga yana bir kıtıp çin ko'nglimizda rahmetimizni bildirimiz. Sizlar köpten köp rahmet. Tidinglar salomat, ömringlar uzun bo'lsin. Chavak. Ya manda hozir. Oy, Gülmira kim biramsizlar? Ya yeli bu Gülmira yeli manda. Ya demek yo'g'unim. Ya Ve şimdi jutmam. yo'q. İrfan adaş men ketdim ezanlar chiqinglar da Gülmira men chanaydi da hamda. Şu Karla şirketinin kurgucusu, güzel kız mening pek yaxşı dostum, özü çıraylık, özü tirişcan. Ha? Armasak bilan. We can't wait till you come around. You don't know about me. You don't know about me. Carla. We can't wait till you come around. You don't know about me. You don't know about me. Carla. Başlap olduk. İkra oldidagi barliq ko'rman do'stlar. Unda olsa programmamizdan keyin, e'londan keyingi bosqichga qaytib keldik. Hozir bizning sahnimizga chiroyli ochiq vaqtimiz bo'lsa, Karla, Guangzhou Karla Socheklik shirkati ham shundaqla tibbiy olim biotexnik cheklik shirkatining qurg'uvchisi, bosh direktori Güzelnur xonim qizg'in alqishimiz bilan sizni bir qaytib bir o'tağınıza olamiz. Bir qo'p biting, bir qo'p o'tirib o'ting bir. Oo, nimda be. O'tiring. Beshim qiykatma qiz qarab. Unda olganda programmamizga jalliq ochib oldik. Endi Gülmirani sahnimizdan tushirib o'tmaslikning sabab birse Gülmiraga tek so'q salam ba'midi o asas. Naq gap kelsak, ikkinchi birse Gülmirani deb jiq ko'rmanlar chiqib bordi hozir Jibojandan. Ya kirvatdi demakchi, boshqa yerdan chiqdi, bizniki kirvatdi demakchi-da. Ko'rmanlar qolganligi uchun Gülmiraning o'zining o'zi bilgan boshqa ishim yo'q bo'lganligi uchun, yana bir so'rni abay yo'q qilyapti-ku. Yo'q qilayotgan bo'lganligi uchun asosiy gap kelsak, Karla shirkati bilan Gülmiraning burundan tonish da'chiligi bor. Hamda bu Karla shirkati bilan bizning aloqamiz yaxshi. Shu munosabat bilan Gülmirani abaya Güzelnur o'zi degan. Güzelnur deb chaqirib edim, endi tonish bilish bo'lgan ekan, Mavlano Güzelnur xonim qurg'uvchi direktor deb ketmasam, siz boshliq endi belimizni qo'yardi. Şuna bir Güzelnur'un sahne temtirab qolmaslik uchun sahnimiz darvaqa kichik bo'lsa-mu, o'zguchilik azroq surba. Şuna temtirab qolmaslik uchun Gülmirani endi o'tag'iz oldik. Sizlar yaqin do'st. Ancha-muncha hamkorlik munosabatinglar bor. Faqat bulanma deganim Gülmirani bekorlik shu girim berdiga shifada bu yerda. Şuna chaqirib oldik. Unda bo'lsa,
biz avval siz bilan paranglashishdan burun shu Karla ham shundaqla tibbiy olim markasini azroq tanishtirishni shu do'stim Olimjon, ya'ni sizning yo'ldoshingiz menga avatgan. Sizga uqtamay shuni Tangnur, sizning riyosatchimiz Tangnur Tamaj bilan o'qib bergan bo'lsa. Qanday xo'sh kelsa. Kelsa bir kelsa. Oldirmay beringlar. Sizni so'zga taklif qilganda. Xo'sh. Karla şirketi bolsa 2010-yılı Şangangda kurulgan Davir guruhi tarmog'idagi girim buyumlar kasbini asos qilgan korxona. Ovozni ko'tarib bering. Davir guruhining navbatda Guangzhou, Urumchi, Chengdu shahrida 6 tarmoq şirketi bo'lib, guruh qurg'uvchisi Olimjon apandi 2002-yildan boshlab savdo sohasida qadam qo'ygan 18 yillik tarix ega tajribali korxonachi. 2010-yılı taraqqiyotga moslashish uchun shirkat bosh o'rnini ichki rayonga yo'tkab, davlatimizning nuqtaliq sanoat shaharlarida tarmoq shirkatlarni ta'sis qilib, tadqiqot, ishlab chiqarish va setishni birgalikda qilgan sifatli mahsulot, atrofliq mulozimat va kasbiy axloq orqali dangliq marka yaratish qadamini besyapti. Davir guruhi tarmog'idagi Xinjiang tibbiy olim biopan texnik shirkati 2014-yili 4-oyda qurilgan bo'lib, Turpan Pichanda 60 ming ko'lamdagi davlatning bexatarlik va ishlab chiqarish o'lchamiga yetgan shortuz mahsulotlari zavod orqali 6 yildan buyon eng tabiiy, unumli bo'lgan shortuz mahsulotlari orqali tibbiy olim markasini qalb to'ridan o'rin markaga aylantirdi. Uzun yillik sinov qilish orqali qadimiy retseptlar orqali ishlangan tibbiy olim ayollar go'hri va erlar go'hrini bozorga silib, marka obrazini texnik oshirdi. Davir guruhi tarmog'idagi sog'lomlik buyumlar shirkati 2010-yildan boshlab 2000 ga yaqin dorixona va sog'lomlik apparatiga har xil zarur uskunlarni ta'minlab kelayotgan bo'lib, davolash uskunlar sohasida belgilik ta'sirga ega. Karla shirkati Davir guruhining 10 necha yillik tajriba va izlanish natijasida barliqqa kelgan kasbiy girim buyumlar shirkati bo'lganlikdan sifat va mahsulot unumiga alohida zo'r kuch chiqarib, xalqaroliq davomliq markalar uchun mahsulot ishlab chiqaradigan va material ta'minlaydigan zavod korxonalar bilan hamkorlik o'rnatib, birga ishlatgan iste'molchi chin ko'ngildan qoyil bo'ladigan ta'sir kuchi zo'r marka qatori o'tdi. Bir chavak beraylik-a. Bunda bir shirkatning taraqqiy qilib, natijalishi taraqqiy qilib, shunchalik o'ringa erishmagan nihoyat qiyin avval. Endi shu Karla markasi ham shundaqla tibbiy olim. Karla shirkati ham shundaqla tibbiy olim shirkatiningki qurg'uvchisi Güzelnur xonimni sahnimizga e'lon vaqtidan foydalanib ochiq olganligimiz uchun o'zini tanishtirishga bir fursat bermay gap so'zimizni boshlab berdik. Nimishqa deganda shirkatning beshida bir odatga bunday rasmiy tayyorlik qilib olgan, o'qiylar bo'lgan bo'lsa, kichik bo'lgan bo'lsa, cho'ng LED ekranimizda shirkatning faoliyatlarini ondan keyin rasmiy tashviqot filmlarini qo'yib bo'lgandan keyin sizlarni dog'dug'liq ochib qoldik. Biz mana beshida nima gaplarni dog'dug'liq deb oldik. Endi sizga o'zingizni tanishtirishga fursat beramiz. O'zingiz bir tanishtirib olgan bo'lsangiz. Salam ikraldagi tomoshabinlar, salam Nahmedandagi ko'rmanlar, ham sahnadagi cho'lpan do'stlarim, hammalarga Karla shirkatining lideri Güzelnurdan mehrlik salam. Bugün bu biz teatr klubidagi sevimli do'stlarimiz bilan ekran orqali Nahmedan bevosita ko'rsatish orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xush bo'ldim. Yoqtirib ko'rganinglardan intayin texim xush bo'ldim. Biz xush bo'ldik. Endi Gülmira o'sha o'rtog'izib qo'ygandan keyin siz ancha muncha so'z qo'shsiz ham o'sha yerda quchoqlab Gipin qivasu beshga. Abay bizga qilsam gipimizni qildi olmaysan. Hozir muhim vaqtim bor. Ha, ma'qul, xafa bo'lma. Gapladash. Qarab unda bo'lganda siz bilan biz ko'n tunishib olg'ashqa, men ochiq qilib alayda bir tunishtirish qilmadik. Nimishqa deganda biz siz bilan ko'n tunishsak ham mala xato tushunib qolmasa, men sizning yo'ldoshingiz bilan do'st. Endi bugun darvaqa Olimjon Karla markasi ham shunday tibbiy olim markasiningki ijodchisining boshlamchisi. Ham shundaqla bizningki shu Karla shirkati ham shunday tibbiy olim shirkatiningki shu lideri Güzelnur xonimningki yo'ldoshi o'zi xizmat sababidan shu markani yaratish, mahsulot yaratish, ijodiyat qilish, sifatli bo'lgan bir mahsulotlarni o'z qarindoshlariga sunish uchun untinsiz ishqir o'lkalarda ishlar uchun izlanib, yurtqa vaqtida qaytib bo'lolmay
xizmat ustida bo'lib qolganligi uchun bugungi faoliyatni bizga topilgan. Shunga ba'zi narsalarni sizning xabaringiz bor ishlarda, bizning xabarimiz yo'q, bizning xabarimiz bor ishlarda, sizning xabaringiz yo'q. Biz yo'ldoshimiz bilan burundan munosabatimiz yaxshi, shundaqla pat-pat undidor aloqasini qilib turyapmiz. Şoň bilen sizin bu açyk temtirtip qo'yish, gangirtip qo'yish emas. Gap kishib sizden qiyin suallarni so'rash emas. Şoňa bayam Alimjon o'zi atayın yezip retlab sizni aslında siz deyish gaplar shu Alimjon deb oldinglar. Shu sizden japa chekip ketmiş so'ramish. Ayolim odatda undidor toplarda, ondan keyin bizning o'zimizning vakolatchilarga dars o'tgan, nayt qobil bo'lgan bilan hamish ekranlarni oldiga kelsa, temtirab qoldi deganlik uchun öz sizga kuyunib chiqib oq qog'ozni avatib tursangiz degan ta'sirlik muhabbet hikoyasi. Şoň sizlarga ishchin og'risi mening olimga degan naqshingizni mishaga eshitsangiz yaxshi. Bir olimjon shu naqshni anglab sizga ishchi og'rib qolib qolsa, balkim sizga shu 30 tizligidan bir parchamda hadiya qilishi mumkin deb berdi. Qishda nepis kiyingan qizlar uchun. Düş bo'lgan. Men ayrim ko'p ishlab chiqarib bermoqchi bo'laman. 10 minut ishkanlar vaqt berib biz tushib ketib turaylik degan deyish olamizlar bo'lmasa. Ya bo'ldi. Ya bu elim ma bevosita qitish tugagan mashqimiz chomifi yegash deyishamiz hozir. Jo, so'rin qaytib kelaylik hozir. Achchiqning gipi. Bundan güzeldir. Endi azroq tamojbullarga bayatim bir uyan xarakterda, ko'ngilchi xarakterda naqsh musiqalarni sunduq. Ancha-muncha o'zimizning o'yinlarimizni o'ynab, ancha-muncha ko'rmanlarimizga qiziq bo'lsin deb qiziqchilik qilib baqdik, yaxshindo, yaxmisindo. Hamda balkim bizning Tangnur riyosatchi bo'lish sifati bilan abayim shu Alimjon avatib bergan ikki bat sizlarning shirkat to'g'riliq tushunish materialni o'qigandan keyin sizga nisbatan azroq savollar tug'ilgan bo'lishi mumkin, bir so'rab baqan bo'lsa. Biz keleyim sual sorayım. Biz keleyim kasa. Tayyor. Keleyverdim hemse. Sizning bu şirket 2014-yıl kuruluptu, yani Şinjan Tipi Alim Biopentexnik şirketi. Bu şirketdeki shortuz mahsulotlar maxsus mushu ayollar uchunla ishlangan mahsulotmi yoki? Yo'q, bu ayollar uchun emas. Bizning shortuz mahsulotlarimiz butun kichik bolalar bo'lsin, yoshlar bo'lsin, yashanganlar bo'lsin, ish qilib 7 yoshdan 70 yoshgacha deymiz odatda. Yosh cheklimisi yo'q, jinsi arilmaydi. Odamli bo'lsa badaniga shifo qildi demoqchi bu do'stim bu yerda. Kichik bolalar ishlashi yo'q. Asosan mushu revmatizm, soma kasalliklarini tatiyotgan qarindoshlarimizga atab eng yaxshi mushu milliy tibobat retseptlarini to'g'riliq shortuz, turpanning haqiqiy qumi, to'g'ijungi degandek tabiiy retseptlar bilan turpanda o'z zavodimizda, o'z qo'limizda ishlangan mahsulotlarimiz. Şimdi mava tibbiy olimniki shortuz ko'p to'g'rimi? Biz 2019-yilda şu ata-onalar yig'inida bir itot o'ynagan. Shu itotda emas. Mening ocham. Ochsi. O'xshamdiki, hadisi. Shu itotga biz shu Alimjonga aday bunda itot bo'lsa, aday unda mening maslahatimdan bir narsa itot chiqaraylik deganda, bunda o'sha ma'lumlar ata-onalar yig'inida o'quvchi bolalarning ota-onasini o'rnida men ma'lum bir ko'tirib papaqda bir sovg'atni o'rnida ilib olay qulamga desam, ha dedim. Ochqan qarasam, munda olur. Sanduqqa va yutib papaqama. Menda yo'g'an va rasmiy mush kichik saniga beshidan oyoq o'tirib akab bo'lishga ikki kishini qo'yib men uni. Mushinchalar narsani beramizlar adash, endi bu ekranning 20 bu sinning e'lon tuzalsa. Odam shu ya beshida deyishmabdi, ya kichik nevatmabdi. Yo'q navas o'tkazlar. Yo'g'ini ko'rkam chiqibdi deyman tijoratchilarni. Ama tijoratchilarning nazarda yo'g'on narsani o'tirib qo'yib, e'lonim ko'rkam chiqdi ularning hozir. Kallis ishlab ketdi Alimjon. Kallis ishlab ketgan ish bor. Abalning kallis vekshi ishlaydi lekin. Kallis ishlamasa bir mo shirkatni o'zi tibbiy olim, karlar bular. Goro qurish asosan goro qurish. Ondan keyin yana birisi güzeldir, shu sizdan so'rag'im keladi demda. Shu siz bu shirkatning ikkilasini o'zingiz qo'lingiz ilib olibsiz ham Alimjon boshqa o'y qildigan ish qoldimi? Qozonbekdan ishlar qildimi? Boshqa ishlar bor mancha. Uning ishlari bek cho'ng ishlar. Bu kichik ishlar mening qo'limda. Ha, ma'lum ishlar kichik bu. Bizning hozir bu bir jitan bo'lib qoldik. Guruh bo'lib qoldik emasmi? Bu Shanganda angal turgan bizning guruhni Guangzhouda asosligi bizning shu guruhning ishlari bilan shug'ullandi. Hamda bizning Urumchida qilayotganimiz Karla shirkatining tarmoq shirkati ham tibbiy olim shirkatining shu liderligini o'z ustimga ilib men qilyapman. Bu kichik ishlar. Bu kichik ishlar keldi. Biz qachon xotinlarimizni biz teatr klubini jitanga aylantirib, xotinlarni kameraga boshqarib, bolalarga etot o'yin tutinglar deb qo'ydik bularimiz ham uni tirishyapmiz. Endi malik tijoratning xarakteri o'xshamaydi emasmi? Biz adabiyot san'at yo'l tutganlar hamda. To'g'ri. Mushu undan o'g'anda
Mesela değil, mesela. Küçük işlerini siz kıyafetipsiz, küçük işler kıyafetipsiz, onu öyle de sadece. Hem bu öyle işlerini kılgan kim kıldı mesela? Oy men hizmetçi olmayım adatda öyümge. Benim hizmetçilerim guva. Adatda öyünün işi, iki balam var. İki balanın işi, şirketinin işi. Başta bir tırışcan tuğulup kaptım etçi. Ballarının aldım mı, bek yaxşı haber aldı. Bir şirketim benim işxanamı balınlıktan yitlep ekegen. Ballarım şunda çıraylık, şunda umak çaplaşıp oturdu. Eğer de sen bommasan bu ballık kim qaraysa, ben bommaydigan vaqtim yok. Ne basam, fakat bommaganda ep berip turup işlerimni qilma degan men bek ta'sirlangan bir şey. Bu yig'ilman girmangiz eqib tutdi. Yanıma yadi girim buyumlarni sizga bersak ular. Ay baldırlar. Ama bunda endi o balının ağacından çıkıp, ayının ağacından çıkıp, bu yerda turmuşning ağacından çıkıp, yani bir mesulatning ağacından çıkıp, iki kişi bir emas, iki şirketning ağacından çıkış, adetki ayollarning qo'lidan kelgan. Sizni ilmi egiz bir tug'ilib qolibdi ekansiz bo'lmasa, iki şirket kun belib men bo'lib ketadi, o'ytingiz ham deyman-da. Ben sizni tunji qitim ko'rganimiz qiz tantarbiyachi keladi degan. Qarsam bir chiroyli shirkatchi kelsiz, korxonchi. Ko'zingiz bek tunaydi. Unda o'zim tantarbiyachi. Aslida tantarbiya o'qigan. Mollatoqqa bo'yimga qarabli biladi ham deb boshqalar. Siz odatda nima o'ynaysiz tantarbiya turdi siz? Neyzivozmi, boks yo'qmi? Basketbol bilsa o'ynayman. Qaychir voleybolchi? Mana unda olib qaraganda basketbol o'ynaydigan asl bu igizchi bu. Basketbolga qo'shimchadir. Voleybol o'ynaydi ekanda. Voleybolda men olimjon bir deb qo'yajman, ishlarni atagan xotinni ochiq kelib qolamiz. Odash. Burli qo'yib sanmishang tushirmiz deydigan bir ish bor. Ularning vangizdan endi urdigancha. Olimjon yavla yeksan qilib hamda kul qizning o'zligiga ketmanglar, ishkan birsini bunda azg'inam chiq. Oya biz bek hurmat qilishimiz Deymanda. Bir vaqirishimiz hamaymiz odatda bek inoq. Yilingni bosh vaqirasizlar, bir saniyat bir saniyat turasiz. Endidarda vaqiraysizlar, boshqa vaqirgida Haplashib qaslar qiqut. Natsi qaytib kirib. Unda men maskan men maqitim ko'rdim. Yaxshi. Munosib bek yaxshi ko'z tegmisin, mushtaq bir baxtlik oilasi bor ekan. Unda bek tirish o'tibdi. Bu ballar cho'ng'osimi parlaq degandek nurg'un shirkatini qurib o'tgandek mushtaq bo'ldi. Biz odatda oilada hamda cho'ngroq boy baylarimiz hamda oila beshiga ballarimga bir uy qurib qo'yay. Ballarimning nomida bir uy, mulk huquqasida uy huquqi ma'lum, ballarning nomida shirkat qurib qo'ygan turibdi. Shirkat, guruh, mundaq jiddan. Bir balning nomida ikkidan shirkat bo'ldi degan gap bor yerda. Tuzchor ko'psi. Qizim, siz sen so'q o'tabda, qishsa so'q kep. Mishqizlar bo'lsa mashinaga sog'inilgan tuzchor. Rostdan. Boshballik bor, mashina. Ya bunda qilaylar bo'lmasa, men ishxonadagi bolalarda siz shu ko'p u qilib bermay. Turpanning yerli qumdim 10 kilo mashinangiz to'kayapman berlar. Qumga tushgan o'ldirib paydapman. Qumga tushgan yalanga yaqlamayapman. Alash inferanorni chu qarab biz inferanorni istaydi emasmi ko'p biladi deylik. Bevos to'q bilan qizmaydi. Bexatarchi. O'rindiqning tagiga inferanorni solamiz. Qumni to'kamiz. Menga baxtli yashaysiz-da. Yo'ldishingiz borda yashaysiz-da. Ayrim deyishadi gapni. Mana gaplar. Ondan güzel bunda. Sizden sonradan sonra bir mi? Riyaset sen çıkıp ne yapıyor? Esne ağzınız çıkıyor. Riyasetçi olup kapımız set oldu. Aman gepem sen onu demem. Siz ne ya güzel nurdan baş tanıştırıp koymak ya. Şondayım. İkimiz tanışmaptık ya. Tijlik mi tijde olmadı. Canım siz bağımtınız kaçan geldiniz biz oraya gel. Ben tünüyü gelgendim kaysla. Tatınmay oturup bana bir öyle geldik. Yok tatınmadım. Hiç bir mezal bana hiç tigeydim hiç oturup kaldım. Canım bana üstüme almışsınız. Küçük yolunu yaxşılaydı o. Sınır ças topu. Sınır ben nanok tutsa suap yedikken de. Kapı mısın cuma? Bizde kızlar çak kılmaz. Bizden mesela yigil bulmaydı cuma. Ya o mala edek çaylık gelip yerdi. Çak bulavatı da hem de ekranı. Ben nokçeden suap yedik ki. Yedik. Adaş yeme cuma. Yemem cuma. Çırağımız özgürep tuttu. Hatta yani baş bir xil gülmeyerek turgunu kerep kalmaylı hem de. Yanıça. Bunda güzel olur sizni bu yerga açık o'ylab chaqchaq qilishmi emas. Mishada hozir tizimli turgan hamma shu karlar bilan tibbiy olimniki mas'uliyatlari hamda bu yerga boyamaslarni shirkatga qizlar tizib potmidi-ku taqa abay kap bu yerga potmidi ya deb sizlarga asli biz o'rindiqni keyingiroq tortib bandon qo'yib abaydan mabash bilan bir o'rindiq tizib bergan bo'lsak mas'uliyatinglarni bu tovandikilarga intizom saqlagan bo'lsanglar bu tizib bergan bo'lsang yaxshi ish yo'lida mishaga hozir mas'uliyatlar petishmay mushunchalik hamda damalliqqan ekranga chiqqidek
bu Joseph patqidek məsələtlərni, ya mən yoğaldırmalarını məsələt abay deyəndə mən özüm yalnız götürəməydiğim məsələtlər var. Patqidek məsələtlərni əkeldik. Deysətmiş tibbi alim şirkətininki neçə xil məsələt hazır? Tibbi alim şirkətinin hazır 6 xil məsələt болды. 6 xil. Biz 2014 tibbi alim şirkətini qurduq. Şirkət qurublar. Şu tibbi alim şortuz köpüsü, belliki, tizliqi, şu boyun umurtqa kasalliklari uchun yostiq degandek bo'lib 4 xil mahsulotni ishlab chiqargan. Shu 6 yil jarayonida nihoyat yaxshi bozor ochib, nurg'un kasalliklarning yaxshi inkaslariga erishib kelyapmiz. Endi mush yaqinda 6-oyda, 2020 yil 6-oyda ayollar sog'lomlik mahsuloti chiqardik. Shu ayollar sog'lomlik mahsulotlari. Chapakash xonimlarimizning, ayolning to'riki bo'lgan erlarimizning shu ehtiyojini qondirish uchun sınaqdan o'tgan uzun yillik sınaqlardan o'tib shu tibobatning yerlik respublikada tayyor qilingan mahsulot. Intayin yaxshi bo'lyapti mahsulotlarimiz, inkaslar yaxshi. Demak, tibbiy olim asos jihatdan shu sog'lomlik uchun xizmat qiladi. Asosan sog'lomlik uchun. Shu shortuz ko'pa, tizliq, shu bo'yin umurtqa kasalligininki davolaydigan shular manfaat qilgan şu yaxshi materiallardan, yerlik materiallardan ishlangan mahsulotlar bo'lyapti. Bu da anca asosan o'zini ta'kidlab o'tdi. Şu bizning ayollar uchun, charchagan ayollar uchun, mushlarning yoshlik bahorini qayta bir qo'g'dash uchun shular bir manfaat bo'lsin deb mushlar yaxshi mahsulotlarni ishlab chiqardik qadash. Bo'lsa biz sizni bir iste'mol ko'rib yaping, bir yaxshi takliflarni berilib. Menga Almanya patpat sizlarning memolardan, yo chasuplardan salida hamda ayolda shuni ishlatamiz. Men bu sizlarning markaga nisbatan Karla tibbiy olim markasiga nisbatan notunishma emas. Şunu bugün bir şeyge atayin çizgan mahsulotlarimiz şu. Onun için tibbiy olimdan sonra Karlarning ki gırım buyumlarga tayyor mahsulotlardan ne çıkı var? Karlarning hazır 33 xil bo'ldi. Mahsulotlarning turi her ayda, her yilda degidek nihoyat ko'payib manyapti. Biz dastlabdan shu Karla şirketimizni yan qurgan vaqtda Şinjanda tex bozor kirib baxmagan, yo'q bo'lgan ham eng tabiiy eng shu xonim qizlar bo'lsin, erlar bo'lsin, bevosita bir ehtiyojini qondirib, bir hajdadan chiqadigan shu davolash tasdiqi bilan davolash yuz chaplaq, davolash ko'z chaplaq chiqarib Karla markamizni tanitdik. O mahsulotlarimiz hamda shirkatimizning eng ko'zorliq mollari. Shu mahsulotlarimiz bilan marka tanildi. Keyin-keyindan shu ehtiyojga asosan teri asrash mahsulotlarini chiqardik. Onun keyinidan shu turmush buyumlari, ya'ni chash yurishligi, uningdan boshqa masalan qosh kirpik o'stirishkichi bo'lgan mahsulotlarni ishlab chiqarib, hozir rangli grimlarni to'liq bo'ldi. Asosan shu grim qilma deb o'tasa, mahsulotni tizib butun narsa to'liq. Unda qo'ygan shu grim qilaman degan qizg'onlar sizning o'yiga sakrab kirsammi, tayyorlanib to'y grimlarni bitiraymiz. Mushunchalar mahsulotlarni nimauncha mushuncha ishlaydi desam, olimja o'z bir qo'lliq ishkirdi ishlaydi-a, o'zi sinab qilib degandek. Olimja hozir ko'radi docha, haqiqat yezitga o'zi jiboni ko'radi. Olimja adayma mahsulotlarni avval o'zingni ishlatib, qo'qin-poqinlarni, lak-paklarni o'zingni ishlatib, sinab undan keyin bizga setdanlojima. Hozir iliqa shikir kiriblam yo'q, mahsulotdan o'tib ko'tarib chiqiblar, bir much lobamlar pishirganlar jab, hammasiga tavsiyaman deb qo'yadi. Biz odatda bir mahsulot chiqarish uchun 1 yildan 6 oygacha, qisqa bo'lsa 6 oy bo'lmasa 1 yil tayyorlik qilamiz. Bir mahsulotni hargiz qarog'ulacha, manda bir mahsulot yangilikka, manda bir qo'qona manda rangi yangi chiqibdi yoki bo'lmasa, manda mahsulot bozorda ming o'tibdi deb bilan uxlab qo'yib qo'yadilla, mol ishlaydigan qo'yimiz yo'qchi bizning. Azaldan bir mahsulotga 1 yil intayin shu eg'ir tayyorlik qilib, sinab, Şinjanning havo klimatiga moslashtirib, eng yaxshi holatda bevosita shu ishlatganlar rozi bo'lg'idek holatdagi sifat bilan o'tirib chiqaryapmiz. Shunga Japakash yo'ldishim Alimjon izchil ishkirda shu tadqiqotlar bilan mahsulotning sifatiga kuchab pek chapacha ketib bordi. Mush munosabat bilan Japakash yo'ldishim Alimjonga bir minnatdorligimni bildirib olsam, meni shu biz turmush qurgandan keyin endi men abay dedim o kasbimni. O'zim bir endi sog'lomlikni, go'zallikni bek yaxshi ko'rman, yasinishni yaxshi ko'rman degandek. Endi shu talablarimga asosan meni bir qo'lliq tarbiyalab, shu uzun yillik korxonchi. Meni shu korxonchilikda intayin yaxshi tarbiyalab chiqdi. Mana hozirgidek shu o'ringa chiqishimga yo'ldishim intayin cho'ng bir to'pisi bor. Demak, siz yo'ldishingizda hamda korxonchi sizning yo'ldishingiz ham emas,
balki o'zingizning ustozi Ustozi, hamda bu mahsulot ishlab chiqarishga bir damonliqqa tushunimiz haqlar voy bu o'z tantarbiyachi turib mahsulot ishlayapti deb qolganlar yo'q emas ras hamda bu buni o'qigan kasbimiz u bo'lgan bilan lekin men mush kasbga qadam qo'ygandan boshlab men hozir bir yerim doktor yerim bir ter mutaxassis bo'lib qoldim to'g'ri chunki biz ikkisini tang epmayapmiz shu sog'lomlik mahsulotlarini qilish jarayonida cho'qim sog'lomlikni o'rganishim kerak men o'rgandim hozir masalan buning to'plarimda hozir Shinjongda 10 mingdan ortiq vakolatchim bor ishki shirkatning demak men sog'lomlik jihatdan bo'lsin girim jihatdan bo'lsin ter asrash jihatdan bo'lsin har ikkala shirkatda vakolatchilarimga bir ustozman hammasi hurmat qildi butun ehtiyojini qondirib ma'lum bo'lib qoldik hamda ularga eng yaxshi eng to'g'ri usulda sog'lomlikni ter asrashni o'rgatib kelyapman hamma shu korxonchilik jarayonida Shanxaylarga bordim Guangzhoularda bo'lsin o'qish hisobda cho'qim ter asrash jihatdan bo'lsin mahsulot tadqiqot jihatdan bo'lsin maxsus tarbiyalangan vaqtlarim intayin ko'p hamda biz kasb o'qishmagandan keyin u kasbdan bevosita bu kasb o'tganda cho'qim biz mush kasbni yaxshi tushunishimiz kerak buni tushunmay turib qaruqlarcha mol chiqarsak bizning kaynimizga agashganlarga yaxshi tushuncha beramisak ularga bir yaxshi ustoz yaxshi bir shirkat mas'uli bo'lolmaymiz hamda har qanday bir ishni vujudga chiqarish uchun cho'qim uni oldida to'laydigan badalni ig'ir bo'ldi bizmi masalan taxminan bir etodni maydonga chiqish uchun buni ssenariyasi undan keyin buni aktyorligi rejissyorligi ko'rinish ilinishi kirishtirilishi ta'qidlashi degandek bosqichlar bo'lib taxminan tövallarga 15 kun yuqorilarga 1 oy 2 oy vaqt sarf qilgan vaqtlarimiz bor hamda ba'zi etodlarimizni tomoshabinlar ko'p o'tkazuvchilar bor ba'zi etodlarimizni izchil yaxshi ko'rayotganlar bor shunga o'xshash sizlarning masalan 30 necha xil undan keyin tibbiy olimdan 6 xil jami 40 dan ortiq mahsulotlar bor ekan balkim bu mahsulotlarning bozorda mengishi setilishi boshqalarning yaxshi ko'rishi o'xshash bo'lmasligi mumkin mushu natijali jarayonda masalan mush mahsulotlarni setish shirkat ichish bir necha yildan beri to'g'rining ishlab taraqqiy qilyapti mush jarayonda masalan o'zingizga jiqqan daily deymizmi vakolatchingizning natijasi bor hozir 10 mingdan oshadi lekin men bilmaydiganlar bek chiqgan odatda men yo'llarda mansam yoki mustavallarga tushsammi yoki oddiyg'ida kiyim kechak olamiz deb bozorlar cho'galsam cho'qim bir tutib oldi voy lider yaxshimisiz voy bu karlarning lideri deb hozir maska bor hamda jiqlab bilib bo'lmaydi maska taqilmagan vaqtlardami tutib oldi hamda zo'r darajada bir yil ta'sir qo'zg'ay oldiqchi nurg'un xonim qizlarning qalbiga o'rnab ketdi markamiz bizning eng yaxshi yeri biz ortiqcha ko'ptirish yo'q sifat bilan qayil qilyapmiz biz ham dabay degandek yo'ldoshim shu izchil Guangzhouda turib o'zimizning tadqiqot o'rinlari bor mahsulot tadqiqot qildigan izchil sifat kuchayotgan bo'lgandan keyin bir ishlatganlar ikkinchi qitim cho'qim oladi markani bu hargiz ya bir xumor bo'lib qilish mundaq bir kunab qilish masalasi emas bu cho'qim ishlatganlar o'zining ehtiyojidan chiqa oldi-ku mahsulot nihoyat yaxshi unumini ko'rdi boshqa mahsulotlarni ishlatib bir unumini ko'ramaganlar ma'ni bir yurish ishlatgandan keyin o'zidagi nurg'un o'zgarishni his qila oladi shuning bilanlar ikkinchi qitim mahsulot setib olganlarni izlaydi yoki bo'lmasa cho'qim dayli bo'lyotdi shu jarayonda iste'molchilar vakolatchiga aylanib hozir men o'qimaydigan nurg'un vakolatchilarim bor ekan undag'in mishani tushib ketganimiz jo'zik mahsulotlar hamma misha ko'qinglarni o'g'illarga chasupini qizlarga taqib ketaylar atadan boshlab boshlan vakolatchi chetgan minglarni vakolatchi qo'yib Jurnalı kesanlar. Qip-qizil. Ot qaştaq qilib. Chaqchaqmi qilishdik demakchi o'g'limiz hamda mush bir mahsulotni ishlab chiqarish uchun olimjonlar biz bu to'g'riliq paralashimiz hamda. Ishlab chiqarish uchun adash yangi mahsulotlarimiz chiqyaptimi deb so'ragan vaqtlarimda adash bu mahsulotlar chiqish oldida lekin bizningki tadqiqot bosqichimizda o'tmadi. Biz o'zimiz o'zliksiz sinovimiz qayta-qaytalab sinab undan keyin chiqamsak bizni qo'llab kelayotgan xalqqa biz yuzsizlik qilsak bundan keyin bizningki ishlarimiz shu zavolliqqa mangdi shu avval cho'qim mahsulotimizga o'zimiz ishonishimiz undan keyin boshqalarni ishontirishimiz kerak deb mushta iroda bilan mevatda olimjon mushopiratning keyinimiki bir yerda bash qilib mushta qag'inam mushopiratning keyini bormi oning keyini bormi nimani shariatlaysan meni nima qilamish deysan mana qilib mushopiratning keyini bor bizningki biz teatr klubininki qilayotgan xizmatlarimizmi olimjonga aytib bilishlik tunishlik bundan keyin qandaq ish faoliyatlarda bizning yordamimiz kerak bo'lsa bizlar bilan menga hamkorlik o'talaymiz o'zaro qo'llasha olamiz ag'inan undan keyin go'zal nur sizning shu bugungi
bizning shu sahnamiz orqali tomoshabinlar bilan yuz ko'rishimiz oson to'xtamda sizlar bilan biz sayyoda bir ko'rishib, undan keyin kap faoliyatni qilamiz degan xizmat tupayimiz oldinlar berib bo'lmaysizlar oldimizga keldinglar degandek. Biz ona qaytib kelgandan 3 kun bo'ldi cho'ta. Asli biz aşağıda Asla bildimi to'g'ri. Ammo başlamasma bana. Bardigal ya. Sizlarni saqlab bo'lmay qaytib keldim. Bardigal ya. Saqlab turdik. Biz klub nadin keldikin deb kimmidanlar shu. Barli ham biz baraylik bizlarning oldiga deb biz keldik. Amaliyotda ba'zi vaqtlarda biz bormaymiz, ba'zi vaqtda biz kelisizlar degandek. Biz kelyapmiz. Shu biz aslida berib e'lon tashviqotini biroq ishlab undan keyin qaytib kelib faoliyatni qilmoqchi bo'lgan. Undan bir fursat bo'lib qolar. Undan keyin yana eng aql so'raydigan savolim, olimjon bilan qachon shirkatni olib deb turibsan. Chaq. Uy, mushta turmushdan kelib chiqqandan keyin chaqiradigan bir chiqib qarshi turyapti-da, ammo biz ustunlarni qarshi turib undan gaplarga so'rmanglar demoqchi. So'rmanglar demoqchi, shaxsiy ishlar deydi. Bizning so'rmoqchi bo'lgan savolim nima desangiz, endi mushu qo'sh 12 ga mesela bugün bivas taqtiyotgan shirkatlar ko'p. 10-15 shirkatlar biz bildigan shirkatlarning 10-15i bivas taqtiyotdi. Ular balkim mal sotayotganlar bo'lishi mumkin, boshqa tashviqot usuli qo'llanayotganlar bo'lishi mumkin va yoki bir adabiyotni shaklda o'tkazib borganlar bo'lishi mumkin kechilik shaklda. Sizda menga so'rg'im kelyapti qo'sh 12 ga olimjon mesela setishni aralashtirmay turaylar dash dedi. Setishni aralashtirmagandan cho'qim bir faoliyat bo'lishi kerak endi bu yerda. Bugün sizlarning qo'sh 12 faoliyatni ko'rib turayotgan barliq aziz tomoshabinlarga ham shunday miyada o'tgan bir qora ko'zlar qanday alaydi ta'minotinglar bor endi. Endi bu faoliyatni desam bizga og'ir ziyon bo'ladi, lekin men chidayman. Chidayman bugun. Endi bizning bu qo'sh 12 faoliyatimizda asosliqi bu yilda bir keladigan bir mal sotib olish bayrami bo'lganligi uchun butun foyda manfaatni shu xayriyaga berish bir faoliyat qildik. Endi qanday degan vaqtda bizniki shu 8600 yuan bilan 8600 yuanlik mahsulot sotib olish orqali oliy VIP bo'la oladigan bir imtiyoz botdi aslida. Lekin bugun mush qo'sh 12lik 1212 bilan mahsulot sotib olib, ya'ni shu 1212 bilan 1212 yuanlik mukofotga erishadigan mana bir faoliyat bor. Demak, hozir 1212 ga siz shirkatning oliy VIP bo'lasiz. Demak, mahsulotning bahosini arzon olasiz ham. Uningdan sirt yana shu 1212 yillik mahsulot so'g'at qilib beramiz. Bu faoliyatimizni bugun soat 12 gacha davomlashtirgan, lekin bizniki faoliyatni o'qitirgan vaqtimiz hozir sal kechikib qolganlik uchun at tong'at qichib kelgan bo'lsin. Kechki chiqib qolgan. Kechki chiqsam, bokalachilar yog'an cho'p qolaman. Erta bo'ldi. Erta Şinjan vaqti. Ürümçi vaqti soat 10 gacha. Siz shirkatning qoidasini buzmoqchi. Yo'q, mayli, men bir DVT ziyon bo'lib ketsa. Kashf ketdi hozir uxlab qolganlar. Kecha uxlamay pul atadi ham deb bular. Mayli, erta bugun kecha pul etib yerib qolganlar, erta 10 aran ko'pidigan. Endi shu munosabatda shu ikra oldiki ko'rman do'stlarimiz ko'ryapti. Navbatdagi naq maydonni. Endi kimning do'stlar Chamberkada ko'rgan bo'lsa, mush tashviqotni shu vakolatchimiz bilan aloqalash orqali mush faoliyatdan bahramon bo'la oladi. Bizning har qanday bir vakolatchimiz mush imtiyozni yoritib bera oladi. Agar hamda bevositalik kimdan so'rashni bilamsa, men hozir bir menmi bor bu yer. To'xtanglar. Hozir bir telefon nomeri deb berman, mening yordamchimning telefon nomeri. Shu telefon nomerini qo'shish orqali ündidarını qo'shib maslahat so'rasimi bo'ladi yani. Masalan, andan shu jiboni ko'rayotganlar telefon nomer deb berman, tekka yozib qo'yinglar. 139 99 400 148. Ma apparat qarab tur, ha? 139 99 400 148. Anın ekan mana. Chiqalma shash turinglar vallahi. Mikrofon 3 139 99 400 148. Ma apparat qarab tur. Bu daxsi mening nomerimda qo'ydimda cho'qim. Yo sensiz g'ajib. Pastga yozibdi. Pastga yozib bo'ldi. Lider yordamchisining telefon nomeri deb. Bilinmaganlar shuni qo'shib maslahat so'rasa. Hozir men qachon chiqtamak mashinaga telefon 1212 qo'yga. O bekor birdik-ya uni. 1212 qo'y, birini Asiyan 1212 qo'y so'g'at degan fikrlar degan gap qaytib keldi degan gap. Chiqib sotsaq bir moch bo'lmas degan. Faoliyat tugandi-chu, men mashinaga chiqib pachibat. Buni men chaqamoqlar bo'ldim. Men butun bilan setyapti.
Meyli mağdaq soğat durduğuna aldıqalı mən bugün fəaliyyət qıldım Ponyoçanda. Səyyalarga çıxdı, onda artıq fəaliyyət olmaydı. Hazırqa səyyalığa hazır alsaq sən işxanızda qulab ketdi deydi. Üzəm çıxdı, bu da çıxmaqçı bu atıda əmdə. Şuna mı daşa? Bu da qısa səyyar çıxma başqa görəylə. Səyyada hazır ədəm qıstançılığı deydi. Bunda qılayla onda olsa, demək bizdeki bivas taqçımız müşündəsin, erkin azadı paranlıqdığan bir səhnə. Herkese qıtıvap çıkıp, siz gibi sual teyiyalap, siz bizim sualımızı cevap verdiğinde işte yok. Şu an siz beşi demenden sorga yarınızın temtirep kalamam mı, diyelerlemem mi, delerlemem mi, delenmezmem mi diye sorular. Bir şeyde çıktı. Ben bayındı, fakat temtireş yok hazır dostum. Ha, büyüyen sizden şu zapasçakta biz koşak koyduk, ben bayındamız. Esas çık gelseniz, baylam, çıktı o korkunu da yolu seni tuttuk. Ha, büyüyen ben bulap da, Gülmiren ekep tok da, ortağımızı olduk. Ma Gülmira batır bir xiyçan qoyub tanmışam. Ay ekran aldı körüp atqan süyümlükli meni şunda yaxşı gördü. Meyləmsə. Mən çıx gelsem könlü yerim bulap qaldı şuna bulaşa. Şonsuz əyəkini qoymayacaq bax. Qanda qıldınız. Onda Tanrıcım. Özlərindən qanday bir gəpdir var. Mening gaplerim bek chiqdi. Bek chiroyli gap qildi ekansizlar, anglab o'tadi men. Mushu odatda paranglashganlar uchun yaxshi bir onlar mendan bir bo'lish kerakda. Men shu. Oma, savol, ya'ni boshqa savollaringiz bormi? Voy bek chiqdi shu nima? Bek bilan ishni shundaymi? Abay oyat paranglasa qo'ymamda. Qachon kelsam, nima gap bor? Birdan sizlar qilib turay bo'lmasa. Ha shu. Ishimiz qarshaydi. Endi bek bele ishni qitla qaysizlar. Shunda memnun bo'ldik. Elra ishkirdi ekansizlar, men turib bek bele ish qilib yutiblar. Bek bele ishni qilib ko'rurmanlarimizni xo'shulab ketdi aqchan. Puli tarang-tarang kelib ketibdi. Endi bir ekran oldi bir ko'z tuvasam bo'pti kelmamizda. Nech pul tushgan nima? Didiyo. Ko'zdik. Qo'shib olmasin. Ha, shu ko'zdik dedi bo'ldi uni. O'zir bilib qasizlar bo'ldi. Mening ham so'raydig'im mushu mahsulotlarni ham Shinjang ichki tilimi qilmoqchimi yoki sirtqa chiqarmoqchimi? Yana bir shunda bele ishni qilib kelib, shu pit to'xtab qolmoqchimi yo buningdek ishlarim bormi? Bir o'rtoqlashgan bo'lsa. degan bizning hamda hayotli bo'lsak, bizning tariximizga yozilmagan bir masalachi bu. Biz bir ishni qilgan ekanmiz, cho'qim hamda oxirgacha davomlashtiramiz degan orzu, umidlar bilan qilyapmiz. Hamda bu Shinjang ishchi bilan cheklamaymiz, masalaga javob bersam. Bizniki bo'lib ishkir o'lkalarda bizning Shinjongning yerlik mahsulotlarini pek yaxshi ko'rdi. Nurg'un qarindosh millatlarimiz haqiqatan yaxshi ko'rib ishlatdi. Biz nurg'un qitim ishkirga nurg'un mallarni chiqib, nurg'unlarning ehtiyojini qamdab bo'ldik. Ham shu nurg'un yo'ldoshlarimiz bilan yaxshi hamkorlik o'rnatib bo'ldik. Bizniki tabiiy bo'lgan milliy tibobat dorilarimiz, undan boshqa shu sho'rtuz mahsulotlarimizni ishkir o'lkalarda bundan keyin texmo ko'plab tashviqot qilmoqchi. Shuning uchun biz Guangzhouda bizning shirkatimiz, Karla shirkatimiz Guangzhouda, uni bilasizlar. Ondan biz navbatda Guangzhou Karlada biz olsam bilmayman. Undan keyin shu tibbiy olim bo'lsin, Karla bo'lsin, tashviqot ishlarini texnik cho'ngaytirish, ishkir o'lkalarda bozor etish uchun biz bir oy burun Chengduda 350 pinfang ishxona ta'sis qilib 350 kvadrat kilometr degan gap aytdim. ishxonlarni rastlab, hozir tashviqotni qattiq kuchaytiryapmiz endi. Chengdudagi ishxonlarni bitib qoldi. Tashviqotimizni kuchaytirish uchun Chengdu 350 kvadrat kilometrga bir oshxona soldik degan bo'lsa, hozir. Oshpazlik ham bizning kasb emas. To'g'ri. Tuzliq, tuzsiz qilib qo'yib tomoqlarni qayerda qachirib qo'yamiz. Biz hisobda sizlarning Guangzhoudagi shirkatniki ishlaridan to'liq xabardor. Men bo'lguncha qisqasi aloqamiz yaxshi bo'lganligini, bundan keyin Chengdudagi qurgan şirketlarniki aşağıda alıncandan deyişçi hem de tashviqot bazasida ko'rilgan mallarni bir sinoqda o'tkazilgan tajriba bazasida holat shakllantiramiz degan. Bundan keyin shu ba'zanlarning ishlarining yaxshi bo'lib ketishiga tilakdoshmiz. Undan keyin bugungi e'tibor bog'liq faoliyatni men bir eskartib o'taya 1212 ko'yga Karla ham shunday tibbiy olim shirkatininki 1212 ko'ylik mahsulotini setib verish hem şundakla VIP a'zo bo'lishdan sirt, yani setib oliy VIP a'zo bo'lgan. Oliy VIP kana, oliy VIP a'zo bo'lgandan sirt, pulni kelgansa kekashlaydigan ish qilaman. Pul emasmi? Yana o'zinglarning meli o'zinglar qaytadigan. Melinglar qo'linglar qaytadigan demak sizlar bekorlik.
Ali VIP a'zo VIP Bulalığanda sırt diyene şu. Yani sırt 1250 soğat bir dike. Bu hoş 12'nin yüzü bek çoğun olup ketdi. Rasmi yüzü bek çoğunken bunu. Şunda nimdige yüzü çoğun hoş 12 yo. Muzaffer'ni gidip. Muzaffer'nin özde çoğun ranglı girmeli taz düşüdügan yüzkende. Undaganda şu bunun keyingi işleringizga qutuq tilaymiz. Ekran aldida o'tirgan barliq tomoshabinlar, shundaqla biz teatr klubining shartliq bozori, ya'ni Budaq Sandiki tibbiy olim, shundaqla Karla markazidan qo'llash asli bo'layotgan shartliq bozor programmasini ko'rayotgan barliq aziz qarindoshlarimiz, bugungi mush faoliyatdan sizlarniki azroq bo'lsin, bir xo'shallik tepib, azroq bo'lsin, manfaat elib, unum hosil qilishinglarni umid qilamiz. Shundaqla Karla markazi tibbiy olim markazi bizga tunishgan turmuş bo'lgan atrofimizdagi o'zimizniki korxonachilarimiz ishlab chiqarayotgan shundaqli o'zimizning shu xalqimiz bizning tuqqanlarimiz urug' tuqqanlarimiz shundaqli biz o'zimiz ishlatayotgan shunaqa bir ishonchli marka mahsulot bo'lganligi uchun bugun sizlarga yuz ko'rsatdik. Shu marka bo'lgan tunishinglarni texnik kuchaytirib, shu marka bo'lgan qo'llashinglarni texnik kuchaytirib berishinglarni biz teatr klubining ham shundaqli Karla tibbiy olim shirkatining bundan ishlariga bir qutuq tilishinglarni umid qilamiz. Rahmat sizlarga. Ondan sizni bek artıq qiynatmayli. Abiyaga chiqib parangiz o'tirib, nurg'un parangilarimiz bor, lekin o parangilarni men ekran orqasida bilmagan joylarimiz sizdan, undan keyin bek bilib eshib ketgan yerlarimiz olimlardan so'ragach, bundan keyin sizlarning o'sha ishlaringizga qutuq tilgash sizni bir sahnimizdan chiroyli uzib qo'ygan bo'lsa, sizlar men tushikdaman. Siz o'zingiz tushib, ashali Karlarning xalqiy maslahatlarni o'zingiz tanlab bizdan tanlab al bo'ldi yo'lash. Rahmat. Men bu shundaqla Karla şirketining hamda biz teatr klubining bunday ishlarining o'ngishli ham utuqliq bo'lishiga tilakdosh. Men shundaqla ekran oldida o'tirgan suyimlik azizlarning salomatligining yaxshi ishlarining o'ngishli, oilasining baxtli bo'lishiga tilakdosh. Men shundaqla bu yerda oxirida barliq korxonachilarimizning sodasining gul, sodasining barakatli bo'lib chiq pul tepishini yo'lida umid qilman. Chunki korxonachilar rivojlanganda shahar beyidi. Shahar mutan rivojlandi. Şuna o'zimizdan chiqqan korxonachilarimizni oldi bilan qo'llayli, shundaqla san'atchilarimizni qo'llayli. Rahmat, amallarni suyib Gulmira Turg'un. Gap qilaman. Shu endi gap qilg'izmay maqdir yutamdi deb men shu ko'nglim yerib o'tgan hozir. Bugungi shu bevosita ko'rsatishni yoqtirib ko'rgan ekran oldidagi barliq sevimli qarindoshlarimizga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Ham shu sahnadagi sizlarni ko'p jafo chekdinglar, hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat. Karla shirkatimiz bundan keyin shu keng go'zallikni sevgichi iste'molchilarga eng yaxshi holatda, eng sifatli, eng ishonchli mahsulotlarni ko'plab sunamiz. Bizning va'damiz shuki, biz sifatni izchillashtiramiz. Qat'iymo sifatsiz mahsulot ishlab chiqarmaymiz. Bundan keyin sizlarning bu bir va'da rost. To'g'ri. Har qanday bir kasb egisini sifat yaxshi bo'lmasa, bu yuz hamda xonimlar uchun bo'lsin, hamma odam uchun yuz chiroyiga ishlatilgan narsa yuz hamda muhimchu. Shunlashqa bu sifatga kuchimizak, qalaymqan xohlagancha pul tepishni maqsad qilib mahsulot ishlab qo'ysak, bu qat'iy bizning vijdonimiz xilof bir ishchi. Eng cho'ng salmoqva direktor kerak. Salmoqva san'atkorlar, salmoqva direktorlarning hammasi sanda. Sal turibsizlar, salmoqva itotni birni o'ynab beramiz deb turiblar. Unda bo'lganda bizning bu sahnamiz eng cho'ng javob chekkan bizning onlar menimiz tanlar. Shuna sizga javob beryapman. Eng oxirgi xulosa yapamiz be. Tugdimi? Amsa Gulmira, hamshunaqli go'zal nur sizlarga ko'p rahmat. Programmamizniki keyingi bosqichlari yana biz har san programmamizga biz teatr klubininki ba'zilari repetitsiya qilingan, ba'zilari tomoshabinlarniki taklif bo'yicha naq maydonda o'ynalgan itotidan birdan so'q kelayotgan. Bugun ham shundaq Odiljon biratal itot baqchan. Bado. Maylamsa. Undan siz shuni sunilgan bo'lsa, bo'ldi. Ma'qul, rahmat. Xapolmayamsiz. Xapolmay yenish qaylar. Çay qo'yamadik, juma ham qilib ma'qul. Till you come around. You don't
Carla. Çavarçı sen vaziyetiniz. Olmaz Sencan. Voy! Memma? Ben hazır işten çıktım. Ben malıkma tibbi alımla karlarını, meslatını satılan dükkan bağlı, dükkanın altında hazır. Şovçuga, Melik Rik'te edip durdum. Maaş hakikatte gaş kile, hazır gaş gelmişsen xotin kep kep kaslanma. Xotin kep kep kas, bugün bir xotin bilen bardağın bir yer var gaş bile. Qanday yaxshidingmi? Ha, turibsiz-ku. Bugun biz atiga uydan bundan chiqatmay chiroyli qilibsan-ku. Ha, ishdan chiqqan kimsa yasinib qaytamiz. Ha, atiga mendan keyin qarasiz. Nima bo'ldi? Chiqara. Voy, shu odil, shu boshqa odam emas mana. Voy, men telefoningizni demadim. Nimani? Nimani deydig'ini bilasiz. Shu nima telefonim mana shu odil mana o'zing ko'rsang shu odil. Bugun mashqni salsizmi, optim bilmi? Sen bir ömrünü bıraktın bunda bir surprise jinsi deydi Allah'ın qubul qilgan xotin emas qo'y. Surprise deb ketgan. Pul chiqara. Shu bugun shu maoshni bergan, shu sinimda bir aka bunda qo'llangan naqd pulni tutqizib bir surprise deb ketgan. Kammo bu pul. Bergini shu hamda oyda ne chiqdim kechikib tikansi deb shu tutib olishni berdi. Qachon kechikkandingiz? O'tgandi, sen ish ketib qolganiga keyin borma deb uxlab qolib ish ketdim kechikib qoldim. Ha, chiqara. Voy, mana berdi mana. Chiqara. Voy, shu ma oyda qara xotin, seni bir maslahatga qo'shimcha dayli qilib qo'yamanmi deb shu hozir. Ha. Mana bilan dayli o'g'il bo'lamdi-ku. 8 ko'yni qatlab selib olg'ini qara. Voy, har qaytam o'sha 8 ko'y sevib olsiz-a, siz-a. Hamda bu 100 ko'y birini kemmisi hozir. Baribir men tatib olman-ku bu pulni. Yo'q, sana yangi chiqqan bir maslahat aka bu. Ha. Qachonlar siz menga yangi chiqqan maslahat oldigan bo'lib qolgan bo'g'aytdingiz, seni achapanni. Xotin men talab tuzaman, unusma do'kondan oldim. Mayli, bizning mayli-ku bu. Va keyinda prikaz qizlar qarab. Ay, ishim mesela. Voy, mashina ammaga qutulmaysan-ku sen. Shunda yonchiqijiq chapallarni kiyib oldi. Texi mening erim. O'zingga pagan chapallar. Yeni 8 ko'y. Yo'q, 400 ko'y keldi, ashmaslachim, 8 ko'y. Ha, chiqara, kaynini. Tugida mana. Chiqaramsiz, chiqamamsiz? Voy, mana. Ha, chapan selang. İşenmeysen de turmuş muşunçalar olup bana bir işenmegen gel tutayım ana. Qarab, on ta'tir öğrep bunda. Qiz bolani ayttirib purab ketdi qo'ma chapan. Purab baqa. Mında qara abay men shu maaşım kartı tırın qilib kirgandim, sana bir attir ilib xo'sh qilib etayda bir attir do'kon kirsam bir qiz maatirni ilib bunda ayolini so'qina kelib chechib etgan, chapini chechib etgan. Sana bekan o'tgan kechgan attir chechib qo'ydi degina. Yo'q, setib etibdi. Voy, sala koptangni. Sala. Xotinmi talab tuzda. Ha, mayli, mayli bu, sala. Yo'q, bu maligi uyga kirib. Ajirshima. Voy, sana sen. Sen deydig'ini deb oldig'ini ap bo'lgandiki, ishing tugaydigan tutam, shuni demoqchi o'qasan. Choplab oldingmi endi? Raqamni tushib kes, yo'q aydi. Maqa choplab yana 2 ko'yn savog'i. Men mana jitlib ketgan bo'lsa, qanday qilib men Bankka chiqsak, almashtirib berdi xotin. Ha, bo'p tuttosin. 600 ko'y chiqdimi? Bir 50 so'mlardan tiqsam olmamda hechinga. Kesh 2 so'mdan tiqib olmay. Voy, bu shu men sana jiqroq jigab munda qara xotin. Ha, bol jiqyapni qilmay, ishdan sal. Ishdan sal. Xotin ma ko'cha. Mayli. Jira, uyga kirib qolaman. Ay. Tatma ishdan sal uy kirib, men oyog'imni sap bo'g'icha sening naylik tiqib turganingni optaf qilmayman men. Tamam, endi bunda anglab qolib qolsam da bir xizmatdoshlarim anglab qolib qolsam, shaharbanning yo'ldisha tallatib ishdan pishtanlarini sevib yuradigan bal ekan deb qolsat. Qarim yo'q, sala. Ishdanni sala. Xotin mama sanmaysan shunama? Yo'q, mayli. Sala. Ya bu ishdan. Endi og'zimni ichga sajirishib ketdimi? Voy. Mana. Pidaylaringning yonchig'i va sening. Yo'q, bunda qistirib qo'yganimda Maymish kis qo'yaqchi.
Ya xotin bunda qara, men shu sinash nerma qilsa 200 qo'y, nerma qilsa 200 qo'y, nerma qilsa 200 qo'y chiq. Bak gaqmay oyoqni sala. Ya ma oyoqni sen menga apagan o'zing, sen kiyim kechaklarni sen apagan. Men apagan kiyim kechaklarni unumli foydalanyapsan sen. Yo'q, putum og'riydi xotin. Sala. Havo shunda yaxshi. Voy, ajab ishonmading, mana bu ko'ra. Mana. Ha, yana bir pin sala. Xotin ma put puraydi. Ha, mayli, sala. Ya Sala dedim. Yo'q, yo'l ko'kish. Ajirshima. Ey, furutib, teltib, oshimni sevaldingmi eshakga? Nimda bo'ying o'sib ketgan, petakni shutotni qo'yapsan dedi. Ya, to'xta. Voy, akila. Ya, menda oyoqni sen menga apagan. Sen mana shu 200 qo'ydan tiqib qaslash uchun pulni sen mishak sap qo'ygan. Ey, putni yering 200 qo'ydan tiqib olsa. Baribir mening qo'lim kirdimi? Yo'q, endi yana bir 300 qo'y kamjimi meningda? Endi mana endi. Men sana maaş kartlarını bermeganman. Voy, bu yerda ekansan, ev ekansan o'zing. Nima ish qilib oldi? O'sha tomoqni jiqiydi ekansan deb ev olding-ku. 5600 qo'yib bir vaqt tomoq yesang ayvonmabdim hamsa. Ya, oldingi qitam bu Karladni Olimjon degan direktor og'inam kelibdi-ku. Shu bir so'rin bo'lib qoldi. Shu 5600 qo'ylik mehmon qilsamlam kelar qitimsini bir yuqori olib daylik qilib olsam, jeq pul topsa, sangmi yaxshi, mangmi yaxshi deb shu. Sen daylik olay deganmidim, men Karla shirkatiga Olimjon daylik olay deganmidim men. Yo'q, endi men sizni qaytib bunda nima? O'tamayoqqa. Oldin qitim taqqa chiqqan joqda qilishing esingda bormi? Qanday bizni bir taqdi ishtirib yem qo'yatmaganman. Shuncha aloqalaringning, do'stlaringning oldida qo'limni harcha qilib olsa, sho'rab zarni chiqarib qo'yayim demiding-a? Sattumamda. Qanda? Yo'q, endi dayman-ku xotinam deb sen o zarni sho'rab deganman, men zarni sho'rab shuni zar chekkan bo'lib qapatiga saqchil tutib buni zar chekdan deb. Ha, oxirin degina. Uning hasalar iskanmasmi xotin shu? Og'zing gaplos qilsa sana. Bek bo'p ketibsa ish qilib bir narsalar. Ajrashaylik. Sen saqma ya xotin to'xtag'in. Bu ajrashaylik deb ajrib, ammo pulni sen ilib olsang men bir to'ttam qarab. Voy, qanday ahvolda? Qanday ahvoling? Yaxshi, salomat turibdi. Boshang gapirdan qizdan tayyor qilib bo'lsan-da. Xoto? Ha. Voy, og'zimga bir gap ketdi. Ya, menda. Men xotinimga bugun idorasidan Karlarni 2012-yilda Ay, bal quruq ketgan magila. Yo'q, bunda itoterapiyasi chiqyapti. Voy, magila. Ha, Qasimni o'qisa, Margan. Al ketdi, qushqashdan akapti. Yo'q, bunda aday mush qishda menchos bir qushqashgish yemaylar dema, gelim tutilib meni o'g'lisi. Kechib qilib aka. Manda. Yangam shumi yo, shu qushqashdan biz shumi? Yangam shumi. Salom qilar. Oy, qanavalasiz yaxshi. Qanavalasiz, salomat. Kamay qilibdimmi? Ko'rab, men og'inlarimni ko'rabdi, ha? Ammo lekin xotinni bir sigiz o'tsa, qachqilardi. Men o'zim fuqsa, men sajib qilib qo'yman. Men mashinat qilib bamdi degina, ko'da o'ron, mumkin bo'lib aka. Bugun shu o'rinni hammasi menga atib qo'ydi. Qachqilib men qo'yapra. Yo'q, qadash. O'zing boya telefon qilsam uyning oldiga keldi-da. Yo'q, shu boya uyning oldiga keldi degan. Ha, shu keldi. Yo'q, shu kechikib keldi. Yo'q, shu keldi. Yo'q, shu kechikib kelib qoldi. Men keldim shu. Voy, adash, menda gap qara, abba shu telefon qilgan vaqtimda qag'ib pulni urgan. Undan keyin xotinim kelgan. U menga 200 qo'y pulni bergan. Men yo'q, o'tib meni qarshi tarafga o'tiblar, chukanjiga selavatdim, uyning daykonsiga tutdi. Adash, magila. Ada gech, apra. Voy, mana hamma yo'q. Yo'q, pul yo'q. Yo'q, biz kelganda pul yo'q. Voy, adash, bo'ldi, mana yo'q, voy. Adash, sen qip yalang'och qilib qo'ysin, bir ashkimiga pul chiqadi, alagachida. Va men boshqa bir qip yalang'och qilib qo'ysin, tiqdigan yerlarim bo'lgan ekan mening. Bermaysan. Bo'sib beraman uni. Adash, unda qilib ketma. Ash bir 2 oy oldida olgan 4 ming qo'y pulni bermdi deb davatsan-ku. Nimani? 4 ming qo'yni. Sen mangma, men sangma. Mangma, o'zing bilib bunda gaqla. Sang. Sen menga aglash 4 ming qo'yni bera. Adash, gach 4 ming qo'yni. 2 oy burun 4 ming qo'y olgan xotin, bu oy 1000 qo'y qaytarib berib turaylar xotin. Qaytarib beramdiq? Deb qo'ya qaytarib beraylik. Qaytarib beraylik deydi. Gach ala adashamisan. Gach ala xotin. Yo'q, pul yo'q. Adash chevatamsan ya? Yo'q, ishiltib bo'ldik shu. Makila. Pati. Keldidin. Ha, ketam lazım. Yaxshi, men keldim, ket dedim, ket. Chevatamsan ya?
Aday, ma ras yok, boz, beğenmemdim, bunda kıynaysa deyim. Ahmet Peti, anda qilib ketmang. Sening dadangmi, yosh vaqtida sana o'xshashgan to'q. O'zga lazım bo'lsa, dadamdan yig'ib tik tik yugurib pul oldi ekan. Dadamga lazım bo'lsa, yo'q, xotin deb yo'l usab qo'ydi ekan to'q. Unda qilib ketmaylar, ma uzun. Dadamda ersiyat qolgan o'xshaydi, adash, menga. Qaytda menga bo'ldi. Ahmet. Voy, nima bo'ldi, nima abi? Ma gap tushunamsan ya. Nima bo'ldi shu bavoz? Olti qiz bola saqlab qoldim. Ma söylediler bir men ko'pini olmasak sat turdi. Hozir mana 60 ga tetigidekdan turdi mana. Mana. Ada quruq gap qilib qach bola? Mındali qiladi, tamoq yedingmi? Men yeb boldim shu 6 qiz bolalarga qarshi. Ma tamoq yedingmi atma? Yedi. Kesh bola yemabdi. Bola. Xota mında gap qara. Ma ag'inamdan oldi, yuzimni qilaman. Uy kirib, 15 kishi tamoq etaman, ag'inamni yozib saqlab bala tamoq qapirdi. Etmamdigan. Tamoq nima etdi? Odam kallanning dardivan bo'shang do'tas tamoq yeb baramdimmi? Ma pul yo'q degan kundan vaqtini o'zing bilib ketsang bundan nasa. Unda deb telefon men sen kel deganda men kel degan pul borda sen kelib qo'ychi yo'q bo'ldi. Ap bo'ldi. Voy adash, men seni tushunmamda. Voy tushunib bo'lding abay deding. Menda shu yo'q, ras yo'q, endi qanday qilsang yo'q. Tabii oyog'ini menda pashlarni tiqqanim yo'q. Hech jar yo'q. Ras yo'q. Ma'qul Ahmet Axun, sizmi qushqashlaringizni chaqirasiz? Aday men boya dedim. Ma qishdan so'g'oqda qushqash tutmayli, bunda qo'l titraydigan bo'lib qoldi. Qushqash go'sh yemayli, gelim og'riydigan bo'lib qoldi. Ziyon qildi da'vat emas sanga. Tushundingmi? Siqildi bundan so'ng men hamdan keyin bir og'riydigan bo'lib qoldi meni. Ma'qul juma Ahmet Axun, senmi pul so'rab qolasiz? Senmi qiz bola to'lab qolasiz? Ma'qul, qushqashlaringni to'lab qolasiz, Ahmet. Voy yo'qlar. Ha, tugdi. Aka. Yo'q, ag'inam bugun. Telefon chiqara. Ha? Telefonni. İşte berib ketdi-ku, ada bir moch qushqashning sodisini qilmayadi. Ma qopni qaysi qushqishing apadi? Yo'q, bir karxancha va telefon nomerini bergan. Oldin qaytib men bergan qop emas-ku ma bu. Yo'q, yutib ketgan shu bir karxancha mat. Asta. Yo'q. Mush karxanchining to'xta, yaqinma. Pul bilan sep qo'yibdi-da buni yerga. Anlaptı Ahmet. Dostlarımı köydüm. Bir qarış yo'q kelib 200 koy pul so'rashdan sana başqa hech kim qilib bermaydigan dostlarını, axlat dostlarını mobdan köydüm. Ya unda dema xotin. To'xta. Ma sen bilan biz uy tutamdiq, tutmamdiq. Qo'y tutyapmiz-ku. Hay to'y qilganimiz uzoqmi de shundami? Ma uyning deykonsi bilan atugima qo'sqimdan bunda qilama. Ma balni baqamdiq, baqmamdiq. Baqamiz. Voy sening bu alingdan qanday baqamiz balni? Yaxshi baqamiz. Ha, yaxshi baqsa puti yuring 200 koyda tiqib. Ash pul balni qayda tiqib olgan men shu. Sen bilan uy tutqidek yaqinmapti. Yaxshi xotin balig yeb. Berib qushqashlarni yeb issiq yasha. Ey xotin, ey. Ey. Ma adashmi ishda bir katta mana bir moch qushqashning jiddini qilmayadi. Xotin yo'q ya desimi deydi. Butun mol bisatda arib. Sening-go hamma pulni topolmaydimi? Bilmay bo'lmasa. Herhalde ap qo'yman-ku. Qushqashlar degan 200 qo'yganimda. Ma yana voy. Ma 200 qo'yli qoldi yonda. Adash, mandali qilinglar. Men qushqash voyagimga bormay, bo'lsa qushqash go'shtini silama yemanglar, issiq kelib ketmasin. Uyingni tutinglar. Ma qunda sil beringlar. Men bormay sil beringlar. Nima desangdan, saymaqni desangdan, nima desangdan men bormay sil beringlar. Xo'sh, maqa. Ma xotinga tizildiga ish. Unda asmışayga chiqqan bo'lsangiz. Kashni sevibdi. Unda olsa salom bersak. Asli Karla şirketining faoliyati uchun yana bir Etot Rapids qilgan, lekin shu aktyor almashib qilish, ya'ni bizniki Akbar G'olib oilasida azroq bir ish xizmat sababidan ko'rliq men qolganligi uchun Etot almashib, shu Etotni Rapids qilib chiqdik. Hamda mishada o'tlagan barliq Karla şirketining qo'llovchilari ham shunday biz teatr klubining qo'llovchilariga yoqdimikin, yoqmadimikin. Axcan mağaş qışqıqlarga bak yaqda. Xotni tutib qolganlar illa billah yaqmanda. Faqat yaqmada. Bunda yanchiqqa ayrim pul tiqmanglar. Mushta ish qalilga ish chiqdi. Qushqash go'shti yemanglar asosan. Qushqash go'shti qo'ldiqni hayvon hozir. Shu yemang dedim-ku, shu bo'lmaydi. Qalaymagan qushqashlarga aralashmanglar degandek.
Mında qilayli, endi biz miyaga yana karla mahsulotlarini ochqib, tizib, sanimizni yana qayta bizab, yana qayta paranglashning o'rni yo'q. Bugun shu karla ham shunday tibbiy olim shirkatininki biz teatr klubi Shatliq bozori bilan birlikda uyushtirgan qo'sh o'yinchilik faoliyat nihoyatda yaxshi bo'ldi deb o'ylaymiz. Ham shu yerda operator ham shunday bizniki aqsab xizmat qilayotgan bolalarning jabba tatqini hisob olmaganda. Şuna miyaga narsalarni tizib olmaylar. Şuna azroq bir yurak so'zimiz bo'lsa deb bugungi faoliyatimizni qanday qanday. Bo'ladi. Men shu turib sizga bandara qarayman. Maylaymiz, bir qarang. Ko'rinman do'stlarimiz, shu biz Shatliq bozori programmani sizlar bilan yuz ko'rishdan burun biz oyda bir yoki 15 kunda bir itotlarimiz bilan yuz ko'rishib turayotgan. To'g'ri. Endi shu to'r yani Xuliyamonning taraqqiy qilishiga ergishib biz ham shu naq maydon taqitish, naq maydonda shu azroq bir mahsulot tonishtirish qatorliq faoliyatlarimizni olib beryapmiz. Bizni burundan tortib qo'llab kelayotgan va bundan keyin qo'llamoqchi bo'lgan barliq do'stlarimizga biz teatr klubi nomidan chin ko'nglimizdan rahmatimizni aytamiz. Rahmat sizlarga. Undan keyin bizningki programmamiz bundaq to'xtab qolmaydi. Ham shundaqli bizningki yaqin korxonchilarimizningki bizning urug'tiqalarimizning qo'llash asosida ham shundaqlar ekran oldidagi va torbat oldidagi barliq ko'rmalarimizni qo'llash asosida biz Shatliq bozori nomidagi bu programmani nihoyatda yaxshi o'ngishli holda bu program kichik tipdagi programmalarga qo'shib oldik deb qaraymiz. Bundan keyin har qanday korxonchi qarindoshlarning ham shundaqla bizni qo'llab kelayotgan shu keng xalq ommasiningki qanday taklif fikr bo'lsa qabul qilib barliq korxonchi qarindoshlarimizning biz qilib beraylikda qanday e'lon tashviqot faoliyati ham shundaq menga kichik tipdagi faoliyatlarni uyushtirish har qanday xizmatlar bo'lsa qo'limiz ko'ksimizda har vaqt biz teatr klubi siz uchun sizlar uchun xizmatda. Rahmat. Bugungi Karla shirkati bilan biz teatr klubi birlashib uyushtirgan Shatliq bozori programmasi mushada oyoqlashtirgan bo'lsak, kelarki sonda yana yuz ko'rishimiz, keyingi sonni ko'rishni unutib qolmang. Xayr xo'sh. Aman bo'ling. Aman bo'ling. Rahmat. Undan uzatmalar qachana? Uzatmagan bo'lsanglar, mundaq bu Karla shirkatining eng oxirida bizningki biz teatr klubidagi baya sahnaga chiqib numar ko'rsatgan barliq qarindoshlarimizga ko'ngil so'g'isidan sirt yani biz teatr klubidagi shu qarindoshlarga ishchi xizmatchilarga o'zidan ozroq ko'ngil so'g'is bag'ishlaydi. O'shada minnatdorlik ko'z yoshlarimizni to'kib shu sovg'atlarni elib uyimizga qaytaylik. Baya degandek yana bir eskartib qo'ysam, shu bizning programmamizga har qanday talab fikringlar bo'lsa, biz komediya bizning organ salonimizga va yoki yana shu organ salonimizga xat qoldirish orqali har qanday talab fikringlarni chin ko'nglimizdan qabul qilamiz va bundan keyin cho'qim o'zgartib eng yaxshi, eng sifatli holatimizni sizlarga ko'rsatishga tirishamiz. Rahmat. Tig'i chiqmadimi bu so'g'a? Yana birdan bir ikki bat she'rim bor demi. U qapa qaymoya. Qaysi yon chiqib qoldi? Chiqinglar. Chiqinglar lazım bayatim bir sen tuğal. Baya eng charchab ketgan jiqqa. Tang ustoz. Qayslar? Xo'ja. Avaylab mangala. Avaylab mangala. Havog'im o'ynab vermas. Qana yerpa ma'lum yo'qib ketib turgan. Siz bayatim bir sanigimi chiqib baqmagan. Atang ismini bir degizib olding-a menga? Voy, chinibcham. Ya, men chiqay deb chaqasam bulaverdi, qaradi. Yani chiqmadimi deb. Endi bir javob bersang qaytamdiq ya. Siz o'zingiz chiqing hamda biz misha tug'izib qo'ygan ekanmiz. Boshqa odamni qo'lda olmaymiz hamda. Ay, ishim bo'lmaydi. Rahmat. Mana misha. Xonimlarnikini, sizniki. Shundan ya. Ama efendimlarning ko'p qarkan. Kona ili kitobni o'tirganda nasıl? Voy! Mana misha. Biz sal daha bosh o'q ko'tarib qoldik ekan. Maq rahmat. Rahmat. Bundan keyin korxonchilarning amalda quruq qol kelmasligini